创意大舞台的活动现场，我是主持人李佳提，欢迎大家。Salam xanımlar, efendiler, salam bugünkü barcha aziz mehmonlar, kechliklar xayrli bo'lsin. Barliq suyumli mehmonlarimizning Şinjan Buğra Madaniyat Taqtish cheklik şirkati bilan Şinjan Tilak mablag' silish boshqarish cheklik şirkati ishlagan darajadan tashqari to'g'ri televiziya universal san'at programmasi ijodiyat sahnasi axborot e'lon qilish yig'ini maydoniga qadam tashlab qolganligini qizg'in qarshi olamiz. Oldi bilan hayotinglardagi qimmatli boylik bo'lgan vaqtni bizga hadya qilib, bugünkidek yaxshi yig'ilishimizga daxil bo'lganinglarga sohibxonlar nomidan minnatdorligimizni bildiramiz. Rahmat sizlarga. Yaxshi kunlarda korxonchilik sohasidagi sarkarlar ham shundaqla Abdunum rayonimizning san'at ishlariga to'yib qo'shayotgan to'yibkorlarimiz bilan birlikda Onun başqa izchil turda bizni qo'llab kelayotgan bizning suyumli yarallarimiz bilan birlikda mana shuningdek yaxshi yig'ilishga jo'r bo'lganligimdan ham mikrofonni tutib turib sizlarning oldinglarda sizlar uchun xizmat qilish fursatiga noil bo'lganligimdan o'zimni intayin baxtli his qilyapman. Albatta do'stlarimizning bugungi bir kunining mana shu yig'ilish orqali texnik ko'p qimmat va ma'nolarga ega bo'lishini chin ko'nglimdan umid qilaman. Men bugungi faoliyatimizning riyosatchisi shunaqla sizlarning yaxshi birodaringlar Nijot Vali Yaqub. Albatta, mendan boshqa yana bizning bugungi yig'ilishimizga men hurmat qiladigan, yillardan buyon o'zining ijodiy amgaklari orqali mayli korxonchilik, mayli san'at sohasiga to'yib qo'shib kelayotgan, ham shunaqla o'zining odamiyligi, fazilati, korxonaga bo'lgan yuksak mas'uliyatchanligi, san'atga bo'lgan yuksak mas'uliyatchanligi bilan bizni huzurlantirib, zo'qlantirib kelayotgan ajoyib katta suyumli kishilarimiz bugun mana shu dasturxonda bir-biriga beqishib, ajoyib chiroyli tabassumlar bilan o'ltiribdi. Meni çoğan çağda xaridaring bo'lmasa zibolliging na kerak degandek bizning mana shu programmamizning xaridarligi sizlarning bizga bo'lgan hurmatinglardan, izzat e'tiboringlardan qimmatini yorityotdi. Shunlashqa bugun yana bir qatim bizni qo'llab naq maydonimizga kelgan barliq do'stlarimizga rahmat aytamiz. Bizga dasturxon solgan sohibxonlarga egilib turib ashqallar aytamiz. Rahmat. Bugun bizning to'rimizda o'rin olgan mehmonlarimizdan biri-biridan qimmatlik, bir-biridan aziz ustozlar biz bilan beqishib turibdi. Ularning qatorida hurmat ilgi bilan men do'stlarimizni, ustozlarimizni sizlarga tunishtirib o'tishni to'g'ri topdim. Oldi bilan Abdunum rayonlik tashviqot bo'limining sobiq muavin boshlig'i Shinjanxua apandini qizg'in qarshi olamiz. Didor G'animat Xoyin nenda davlay. Uningdan boshqa yana atoqli shoir, jamoat arbobi Imin Ahmadiy apandi sizni qizg'in qarshi olamiz. Didor G'animat ustoz. Şinjan San'at Yurti Opera Amikining davlatlik birinchi darajalik artisti, Şinjan Ideya Korxona boshqarish cheklik shirkatining korxona obraz vakili Abdulla Abdurim apandim Didor G'animat qizg'in qarshi olamiz. Davlatlik birinchi darajalik kompozitor Ablat Ablikim apandim sizni qizg'in qarshi olamiz. To'yibkor ustoz Didor G'animat. Şinjan San'at Yurti Serik Umikidan Mehmetjon Ro'said apandim Didor G'animat qizg'in qarshi olamiz. Şinjan San'at Yurti Opera Umikining rejissyori Islomjon Varis apandim Didor G'animat sizni qizg'in qarshi olamiz. El söygen san'atkor Toshmamat Botir apandim Didor G'animat sizni qizg'in qarshi olamiz. Kompozitor, naqshchi, muzikant Mevlam Mamtimin apandi Didor G'animat xush bo'ldik. Ikkinchi qaror Ipak yo'li sadosining chempioni Komil Jilil apandim Didor G'animat xush kelibsiz. Kompozitor, naqshchi, muzikant, ijodiyatchi Dilshod Avom Muslim apandim Didor G'animat. To'liq olmagan soliq statistikalarga asoslangan chog'da odamning alqiniga nurg'un erulash qilgan bo'lib, to'xtamasdan chavoqchilish orqali odam badanining immun xidorini yuqori ko'tarib, qiyirg'antik saktam yangilash qatorliq kasalliklarning oldini olib bo'ldi ekan. Shunlashqa do'stlarimizning boshdan oxir qizg'in kayfiyat bilan chavoqchab berishni umid masalaga. Uningdan boshqa yana davomli bugungi maydonimizga yetib kelgan do'stlarimizdan chiroyli nomli naqsi bilan alga tonilgan naqshchi Ro'zi Aziz apandim Didor G'animat. Davom guruhidan Abdusami Erkin, Farhod G'ani, G'ujimat Qurban qizg'in qarshi olamiz Didor G'animat. Xo'sh, yosh rejissor Sehrigar Anvar Azod Elchin apandim Didor G'animat. Kuychi Madaniyat Taqtish cheklik shirkatining direktori, bugungi bevosita taqtish kanalimiz Kuychi kanaliningki qurg'uvchisi, rejissor, operator Mamtimin apandim Didor G'animat sizni qizg'in qarshi olamiz. Atoqli xattot Ablikim Javlani apandim Didor G'animat sizni ko'rib xursand bo'ldik. Atoqli yosh aktyor ijodiyat sahnasi programmasining avtori, Ushburjak va boshqa filmlarda bosh rol olgan yosh aktyor Baxtiyor apandim Baxtiyor Chush qizg'in qarshi olamiz. Bulardan başqa yana el söygen sanatkar Hazreti Ali Muhammed Tursunmu mening bilishimcha yo'lda atchab turib kelib yetibdi. Uni oldin ala qarshi ag'ashtirayli. Ay, qani ko'rdimmi, ko'rmadim? Kelgan bo'lsa qizg'in qarshilimiz kamisi sal turib yana davomli qarshi olamiz. Bulardan başqa yana bizni zo'qlantirib, bizning faoliyatimizning jumladan mana shuningdek katta bir programmamizning muvaffaqiyatli ko'rinishga ilinib, muvaffaqiyatli tarqatilishi uchun kuch va mag'dur bo'layotgan suyumli korxonchilarimizni alohida tilga ilib o'tishimizga cho'qim arziydi.
Oy, suyumlik dostum. Kechir, meningki bularning oldida yana bir iqtidorliq, shunaqla o'zining ijodiy naqshlari bilan xalqimizning yoqtirishiga, e'tirof qilishiga erishayotgan, mo'ngluq kuylar bilan nurg'un qizlarning qalbiga o't selayotgan yaxshi do'stim Keremjon Mamatili, bizning yaxshi birodarimiz. Bulardan başqa endi korxonchilarga navbat keldi. Korxonchilarni hayajon ilikida ovozimning to'g'rini texmi ching qilib turib, tunishtirib o'tishga to'g'ri keldi. Oldi bilan Xinjiang dashu iqtisod va boshqarish fanlari o'qituvchisi Angliya boshqarish fanlari sho'yan o'qituvchisi Angliya Birmingham universitetining iqtisod fanlari doktori, Xinjiang o'ztur mablag' silish boshqarish maslahatchilik sherikatining lideri Mehmet Yasin apandim, Didar G'animat. Mehmet Yasin apandim, sizni ko'rib xo'sh olduk. Bulardan boshqa korxonachi Jang Yong Je apandim, sizni qarshi olamiz. Hoying Jang Shensheng. Bulardan boshqa yana Xinjiang Bug'ra madaniyat taqiti chekli sherikati, Xinjiang Tilak mablag' silish boshqarish chekli sherikatining bosh mas'uli Ahmadjon Xilil apandim, Didar G'animat. Bulardan boshqa yana Xinjiang Ideya korxona boshqarish chekli sherikatining lideri Ablimit Turadin apandim, Didar G'animat. Xinjiang Aylin Az Guruhining bosh direktori Olimjon apandim, Didar G'animat. Bulardan boshqa yana Aylin Az Guruhi, Aylin Az Ordisi Uy Mulk sherikatidan Olimjon apandim, sizni qizg'in qarshi olamiz. Didar G'animat. Bulardan boshqa yana Xinjiang Alqut O'rmonchilik chorvachilik fan texnika chekli sherikatining lideri Abdurahim Letip apandim, sizni qizg'in qarshi olamiz, Didar G'animat. Xinjiang Abida Bio fan texnika taraqqiyot chekli sherikati lideri Nur Ahmadjon apandim, Didar G'animat. Lideri degan yerda Turkiyada o'rnida, shunday yaxshi. Barliq korxonchilarning sherikatining ismi tilg'inilgan chaqda o'rnidan dastur qilishini umid qilamiz. Rahmat sizlarga. Xinjiang To'yliq xalqaro savdo chekli sherikatining lideri Ubul Hasan apandim, Didar G'animat. Bulardan boshqa Xinjiang Qush Ambar savdo chekli sherikatining lideri Ro'zi Mamat apandim, Didar G'animat. Bulardan boshqa Xinjiang Mihri Bio fan texnika chekli sherikatining lideri G'ulom Yasin apandim, Didar G'animat. Xinjiang Al-Xumar xalqaro savdo chekli sherikatining lideri Qosimjon apandimni yo'lda atchab turib kelyapti. Oldini qarshi ag'ash turimiz. Xinjiang Toshqin xalqaro savdo chekli sherikatining lideri Mehmet Tursun apandim, Didar G'animat. Xinjiang Talba Milliy kiyim-kechak taraqqiyot chekli sherikati lideri Oblat Mijit Talba apandim, Didar G'animat. Xinjiang Sadaf savdo cheklik mas'uliyat sherikati lideri Anvarjon apandim, Didar G'animat. Bunun başqa yana Xinjiang Belgiyar elektron fan texnika sherikatining lideri Muhammad Ali apandim, Didar G'animat. Bulardan başqa yana sahibxon o'rnidan Xinjiang Ideya korxona boshqarish chekli sherikatidan alayda kelgan mehmonlarimizni qizg'in qarshi olamiz. Ular Xinjiang Kaydiya Güzellik elchisi xalqaro savdo chekli sherikatining qurg'uvchisi Qadriya Mamat xonim, sizni ko'rib xursand bo'ldik. Xinjiang Ideya korxona boshqarish chekli sherikati qonuniy vakili Husan Xoliq apandim, Didar G'animat. Bulardan boshqa Xinjiang Ideya korxona boshqarish chekli sherikati bosh direktori Anvar Juma apandim, Didar G'animat. Bunun başqa zamanımızdaki şu kiyim-kechak sohasida bo'lma erlar kiyim-kechak sohasida yo'l ichib ilgarilayotgan bizning kiyim loyilig'ichi, obraz loyilig'ichi do'stimiz Mehmet Tursun apandim, Fabio Matteo kiyimchiligining qurg'uvchisi Didar G'animat. Xinjiang Ideya yemak-ichmak boshqarish chekli sherikati lideri mulozimat ustozi Amina Isropil xonim, Didar G'animat. Xinjiang Ideya korxona boshqarish chekli sherikati paychiklar vakili Sidiq Osman apandi, Tursunjon Ubul apandi, sizlarni qizg'in qarshi olamiz. Yana sirtdan kelgan takliflik mehmonlardan Ali Tursun apandi, Mahbirat xonim, Iminjon apandi, Ahmadjon apandi, sizlarni qizg'in qarshi olamiz, Didar G'animat. Rahmat. Haqiqatan bugun nihoyatda cho'ng mehmonlarimiz odatda chaqiribmi, bir ko'rishga intizor bo'ladigan, yo'liga qarabmi balkim kutib bo'lmaydigan, mana bu shuningdek alayda so'rovlarga faqat uchrashishga nisib bo'lgan mehmonlarimiz alayda qadam tashrif qilibdi. Biz bu mehmonlarimizni ko'rib qo'ymi xursand bo'ldik. Albatta bugungi sahibxonlar nomidan, ya'ni Ideya sherikatiningki qurg'uvchisining nomidan shunday bir kichkina iltimosim bor. U bo'lsa-mu, navbatdagi mening to'yimga mehmonlarning hammasini chaqirib bergan bo'lsanglar, shuning bilan qo'ymi qizib, ham korxonchilarning 5000 dan to'yliq qo'yishi bilan yaxshi bir murosimni o'tkazib olgan bo'lardim. Bundan boshqa bugun oxirida men g'ilpol ko'rib qoldim. Bizning so'rimizga ulgurib kelgan, ham shundaqla diktor siyosatchilik kasbida bizga ustoz bo'lgan Xinjiang televiziya stansiyasining al so'ygan diktori Jo'shqun Juma apandim, Didar G'animat. Jo'shqun, sizni ko'rib xursand bo'ldik. Oldingizga qarab o'tiramiz, siz yomon qarab. Tanimay qolibdim men. Uzr. Demak,
Bugun meningcha o'g'an chog'da bu faoliyatimizda qandaqdir ijodiyat sahnasining axborot e'lon qilishig'ini va yoki xaridor chaqirish mulozimi, bular so'rini yoki boshqa alohida katta nomlar bilan atagandan ko'ra, eng suyumli kishilarning, eng sodiq qo'llag'uvchilarning, bir niyat bir maqsadda ilgirliguvchilarning, ham shundaqla izchil turda bir-birisiga hamroh bo'lg'uvchilarning birga jam bo'lgan anjumani desak xatolashgan bo'lmaymiz. Chunki bugungi yig'ilishimizga har soha har kasbdagi cho'lponlar jam bo'libdi. Ular o'zining o'rnida o'ltirib bizga o'xshamagan nurlarni tortib Ular o'zlarining emgek safaridagi natijalari bilan bizni hayajonga silyotidi. Shunaq bo'lganligi uchun bizmo terlab turib, hayajon iligida yuqori intonatsiya bilan ularni tunishtirishga musharraf bo'ldik. Biz eng oxirida yana bir qitim 1000 nomerlik qizg'in chavak bilan bugungi so'rinimizga yetib kelgan barcha kattalarni, jamoat arboblarini, yurt cho'nglarini, suyumlik, faxrli qurdoshlarimizni, qarindoshlarimizni qizg'in qarshi olamiz. Hammalarga didor g'animat. Yillardan buyon avtonom rayonimizningki Мәдәви мәдәният җәһәттә эшләваткан хезмәтенең көндән-көн катты булышыга әгишеп, телевизия программаларыбыз, тор программаларыбызмы җанланып берип атыды. Әлбәттә, өземне илеп ясам җылладым буян, Мәркәзи халык радио станциясының бер риясәтчесе булу сүптем белән, охшашлы яна экран йөзидә өземнең иң яхшы, иң ишенчлек ва иң җәңгәвар халатымда тапкан вакытым дәл buningdan bir qancha yil ilgirki tunji qarar Ipak yo'li sadasi programmasidagi o'zimning sahna obrazim deb o'ylayman. Shu sahnada ustozim Muxtar Bug'ra apandimning taklifi bilan tunji qitimliq katta san'at programmasidagi riyosatchilik kasbimni boshlash bilan mana hozirgacha turli faoliyatlarda, turli axborot e'lon qilish yig'inlarida, turli kechiliklarda, ham shundaqla turli korxonalarning yig'ilishlarida o'zimning riyosatchilik xizmatimni tamomlab kelyapman. Bu yillarda mayli qayaga baray, ko'rmallarimizning Ipak yo'li sadasi programmasiga bergan katta bahosiga bog'lab turib, menga bo'lgan yaxshi bahasi meni xursand qilib keldi. O'zimning kasb jihatdagi ishonchimni oshirdi. Shundaqla bu jihatda texim qattiq talab qo'yishga chaqirdi. Bugünkida xayrlik so'rinda yana shu Şinjan Bug'ra Madaniyat taqdid cheklik şirkati bilan Şinjan Tilak mablag' silish boshqarish shirkati birlikda uyushtirgan mushundaq yaxshi faoliyatda men bu shirkatning bir a'zosi bo'lib suhbatim bilan eng bo'lmasa yaxshi bir qo'llag'uvchisi bo'lib suhbatim bilan bu yerda xizmatda bo'la olganligimdan hayajon his qilib turyapman. Ham ajoyib faxrlik tuyg'ularga g'arq qilib cho'milib turyapman. Balkim ishonamanki, mana shuningdek suyimli korxonchilarimizning, mana shuningdek san'at osmonidagi nuroniy yulduzlarimizning, san'at beg'imizdagi xushpuroq kuychilarimizning birga jam bo'lib, birlikda kuch chiqarishi bilan navbatda biz xabar topmoqchi bo'lgan ijodiyat sahnasi to'r dunyosidagi, hattoki televiziya programmalaridagi, hattoki barliq koni yangi taratqulardagi bizni hayajonga soladigan eng yo'riq cho'lpon yulduzga aylang'usi. Biz qizg'in hissiyotimizni chavoklarimizga jug'ilib, ijodiyat sahnasining texnik katta bo'lishini, bu sahnada bir-biridan qaltis mayirlarning har millat mayirlarning yetishib chiqib, bizni hayajonga soladigan sarxil mahoratlari bilan xalqimizning e'tirof qilishiga erishishini chin ko'nglimdan umid qilaman. Xo'sh, Qenundaqda navbatda Şinjan san'at yurti o'mikining davlatlik 1-darajalik artisti, Şinjan Ideya korxona boshqarish shirkatining korxona obraz vakili, suyimlik ustoz naqshchi, mening yaxshi akam, xalqimizning faxrlik san'atkori Abdulla Abdurim apandimni bugungi faoliyatimiz haqida ikki kalima so'z qilishga taklif etamiz. Marhamat. Yaxshimsizlar, hurmatlik rahbarlar, ustozlar. Undan boshqa har qaysi sohadan yig'ilib bugungi mushu nima deymiz buni? İcadiyat sahnasidan iborat bir katta bir bizning madaniyat sohasida yuz berayotgan katta bir ishning vujudga chiqish arifasida biz bilan mushu yerda ham ishimizga teng o'rtaq qatnashib, mushu ishqa bir a'zo bo'lib o'tirayotgan azizlar, qadiminglarga muborak bo'lsin. Bugun mana mushu ishning yuz berdiganligini elga jakalaydigan kun, bu yerga biz yetib kelgan ustozlarimizdan Imin Ahmad akam, Shimbujan qatorliq hurmatlik rahbarlarimiz, ustozlarimiz, undan boshqa Abdurim akam va Olimjon apandim qatorliq tijorat sohasidagi boshlamchilar, tajribalik ustozlar. Ondan mushu har qaysi sohada, bizning sohada bo'lsin, madaniyat sohasida bo'lsin, yoki tijorat sohasida bo'lsin, natija qozongan barliq azizlar yig'ilibdiki, intayin xo'sh bo'ldik. Mana bu qo'lni qo'lga tutish, bir yandan qo'l chiqarish, bir yoqdan bosh chiqarish degan
bir ideyani bizga texmi cho'nqur aks ettirib hozir bizning partiya hukumat bu madaniyat sepida yana texmi yaxshi avangardlarni yetiştirish, yangi mazmunlarni jamiyatga taqdim qilish, ilg'or ideyaga to'yingan yangi asarlarni yaratish to'g'risida yaxshi siyosatlarni berib, qo'llab-quvvatlab, mana adabiyot, san'at sohasida cho'ng yuksalishlar bo'lyapti, cho'ng asarlar maydon kelish oldi turyapti. Mana bu yil partiyamizning qurilganligining 100 yilligi bo'ldi 7-oyda. Mana bu cho'ng bayramga biz har qaysi idora jamiyatlar, yolg'iz madaniyat sepila emas, mushu har qaysi sap, har qaysi sohadagilar o'rtaq bir cho'ng tayyorlik qilyapti. O'zining natijalarini ko'rsatishni, madaniyat sohasida yangi asarlarni yaratishni, xalqqa yaxshi ma'naviy oziq beradigan, biz yangi Jungo qurilgandan beri qo'l keltirgan natijalarimizni aks ettiradigan, kelgusidagi yaxshi planlarni aks ettiradigan, hozirgi baxtiyor turmushimizni aks ettiradigan yaxshi asarlarni maydon kelishiga mana hozir tayyorlik boshlanib ketdi. Jumlada bizning idoramiz shundoq. Biz muzikalik teatr, naqshi usul epizod kechiligi, cho'ng usulliq asarlar, kechiliklar, sirik kechiliklari, undan boshqa mushu muzik kechiliklari taraf tayyorlik boshlanib ketdi. Bugun bir necha ishdan xo'sh bo'lib qoldim. Birisi ustozlarimiz bizga har qaysi tarafdan yetakchilik qilib, bugungi so'ringa bizga bosh bo'lib kelib, ishlarimizga nazorat qilib, yetakchilik qilib o'tirdi. Ikkinchisi, bugungi mushu biz e'lon qilmoqchi bo'lgan bu ishning ijodiyat sahnasining ishtirokchilari, madaniyat sohasidagi ishtirokchilari, tijorat sohasidagi ishtirokchilarning hammasi ilg'or fikrli odamlar. Boya so'zligimizdek ijodiyat sahnasi ham bu yil bizning to'r dunyosida, televiziya ekranlarida yuz beradigan bir nayte yaxshi programma, cho'ng bir ish. Bu ishmi xalqning ko'nglidan o'rin oladigan yaxshi bir san'at hodisasi bo'lib chiqadi deb menda ishonch qilaman, chunki sizlarga o'xshash odamlar bor. Masalan, Ablat Oblikim mana elga to'nilgan yolg'iz bizning Shinjongda emas, mamlakatimizning har qaysi doirasida, ichki o'lkalarda ham yaxshi bir nomga erishgan ijodiyatchi, muzika ijodiyatchisi. Ko'z yumishqa bo'lmaydi, uning natijalari haqiqatan yaxshi. Hatto bu kishi bizning ichki o'lkalardan chiqayotgan Jungoning mushu Keja Wenhua temisida yozilgan cho'ng tipdagi bir televiziya teatriga asosliq muzikalarni ishlab, shularning yaxshi bahosiga erishgan. Demak, bizning Shinjongda emas, mamlakatimizning har qaysi joylarida ham yaxshi nom qozongan bir ijodiyatchi. Gulmira bo'lsa, o texmamimizga ayon, naiti bir yetishgan usul cho'lponimiz hozir mana Shinjong san'at sho'yvanidan yo'tkilib Beyjing ketnimishqa desa, Beyjingdagi cho'ng sahnalar bu qizni teximmi intizor qildi-da. Bu qizni teximni talab qildi, ehtiyoj qildi. Shu sababdan hozirgi Shinjongdagi ish o'rnidan ayrilib, ishkirda, ya'ni poytaxtimiz Beyjingda o'zining talantini teximni to'liq namoyon qilish fursatiga ega bo'lib ishlayotdi. Demak, bu qizimiz Gulmira ham bizning Jungoga to'nilgan, hatto dunyoga to'nilgan bir usul cho'lponi. Albatta, bugungi ijodiyat sahnasida o'rin olishga tegishli bir kishi. Nijatni Nijat to'g'riliq gap qilsam, usab ketman, gapim tugib. Mo'sh tugitanmay bu gap. Demisam o'zinglar bilasizlar. Yaxshi sahnalarda, bizga yarayotgan programmalarda, ovozli asarlarda, radio stansiyalarida buning ovozi chiqsa, bizga shu biz o'zimiz eliqqa beqib cho'nqigan bir ufkumizning ovozini anglagandek yoki biz buning ovozini anglab cho'ng'ogandek bir hissiyatga tushishimizda shaxsan men shunday ajoyib bir iqtidorlik
qobiliyatlik, yeqishlik bir bola. Demak, bu ham bu sahnaning o'rnini elish tegishlik. Ma ukamni demaysizlarmi? Ma ukammi? Bir nima deymiz haliqi? Birga mayr ko'p qodir. Yetishayotgan bir san'atchimiz. Bu ukamni sizlar bilasizlar. Yaqinda naqshmi aytyapti taxi bu. Bu ish to'g'riliq bir dam o'ylanmasa bo'lmaydi. Sho'x naqshlarni aytib, yana xalqni lol qilyapti. Asli usul o'qigan. Usulni yaxshi o'ynaydi u. Uning keyin sirik o'rgandi. Sirik. O'sha mollaq atadigan bo'lsa, burunqi Mavlonnimi tan qoldirdi hozir. Otidi. Undan boshqa bu riyosatchiliknimi qilyapti. Ko'p qirliq. Bu qatim biz onunğa balkim Buğra şirketining topshirgan boshqa vazifalar bo'lishi mumkin. Qaranglar, bu ajoyib sirliq bir ish bo'lyapti. Menmi bilmayman bu ukamning nima ish qilganini. Lekin buni cho'qim bir muhim vazifasi bor. Ash o'z qila oladigan ishlarga qarata bir xizmat bo'linadi. Hamda ba'zi ishlarida sir bo'ladigan, bizga muhtamaydigan vaqtga kelganda sen mana qilsa deydi ekanda, bu san'atning sirlarining birisi. Ma'qul dedik. İşlerimiz yaxshi bo'lsin deb shunday yaxshi tilaklarimizni bildiramiz. Bo'pmi, rahbarlarimizning yaxshi yetaklashlaridan ayrılmaymiz. Umidimiz shu, ham ishonchimiz shu, bizning qilmoqchi bo'lgan ishimiz ijodiyat sahnasi yolg'iz san'atchilarning ishi emas, balki umumiy Şinjandagi har millat xalqining bir partiya qurilganligining 100 yilligiga qilgan bir yaxshi sovg'isi bo'lib qolsa degan yaxshi tilaklarim bilan, ishonchim bilan sözümni oxirlashtirmoqchiman. Rahmat. Rahmat, Abdulla akam öz o'rnidan o'rniga ag'chilik to'xtamay bir chavaq chap bersak, rahmat ustoz. Asli kun tartib o'rlashtirishimizda bir qancha suyimli ustozlarimizning naqshlari ham tartibga tizilgan, biroq ham Abdulla akamlarning favqulodda xizmat o'rlashtirishlari sababidan biz eng yaxshi san'at nomerlarimizni Ipak yo'li sadasi programmasi va ijodiyat sahnasiga gap qo'ydik. Ana shu ustozlarning naq maydondagi yiqimliq naqshlarini anglamoqchi bo'lsanglar, kuychi qanunlar orqali bizning bevosita ko'rsatishimizga diqqat qilayotgan barliq ko'rmanlarimizga shunday chaqirlaymizki, diqqatlar yana davomli navbatdagi ijodiyat sahnasi programmamizda bo'lsin. Navbatda sahnamizga Şinjan Tilak mablag' silish boshqarish Çeklik şirketi lideri Ahmetcan Efendi bilen Şinjan İdeya Karxana Başqaruş Çeklik şirketi lideri Ablimit Turadın Efendi'ni icadiyet sahnesi programmasının tajdarlık kelişimnamesini imzalaşıp teklif etimiz. Yani sahnamızga merhamet. Xo'sh, hurmatli mehmonlar, hozir 2 nafar hamkorlashuvchi salmoq qadam bilan millionlik to'xtamlarni imzolash uchun hozir bizning naq maydonimizga qarab kelyapti. Ularning qadamlarining ig'irligidan to'xtamlashmoqchi bo'lgan sommasining ne qadar yuqori ekanligini bilib olishga bo'ldi. Ularning hozirgacha o'ltirib bo'lmayotganligidan ham bu to'xtamni imzolashga bo'lgan ishonchisini tamoman ko'rib olishga bo'ladi. Qanodaqda chavaqlarimiz bilan bugungi hamkorliklarning muvaffaqiyatli bo'lishini, shunaqla bu hamkorlik orqali texmi yaxshi bir mablag' silish boshqaruv cheklik shirkati lideri Ahmetcan Efendi bilan Şinjan İdeya Karxana Başqaruş Çeklik şirketi lideri Ablimit Turadın Efendi ijodiyat sahnasi programmasining tajdarlik kelishimnomasini imzoladi. Hamkorliklar qutlug' olsun, muborak olsun. Naq maydondagi hurmatli muhtaram korxonachilar, suyimli san'atkorlar. Navbatda biz mana shu shodiyona hisiyotimizga ulablam bugungi faoliyatimizning lent kesish murosimini ilib bormoqchi.
Növbətimiz səhnimizə Abdunum rayonluq təşviqat bölümünün sabiq muavin başlığı Şinjan Xo əpəndi, ataqlıq şair cemaat ərbabı İmin Əhmədi əpəndi, Şinjan Sənət Yurti Opera Ömükünün dövlətlik 1-ci dərəcəlik artisti, Şinjan İdeya Karxanı Başquruş Çəkiliş şirkətinin Karxanı obraz vəkili Abdullah Abdurim əpəndimni təklif etimiz. Ularni altın qayçılarını quluğu ilib, bizning lentalarimizni kesib berishqa təklif etimiz. Qani, mərhəmət. Altın qayçılarımız, hürmetli kişilerimizden kolu bilen şahane lentalarını kesken vaxtıda biz bu işimizden texmi muvaffaqiyatli buluşuğa, texmi neticelik buluşuğa çin pütümüz. Bulup mu bizden cemiyetimizde hürmet tapkan, yıllardan bir yana özlerinin əmgiki arqılıq, bizden izzet itibarımızga erişip bilatkan süyümlü kişilerimiz bu sahnedən ornağa vaxtıda biz bugünkü dağdıqudun icadiyet sahnesinin heyvisini şunaqla onun növbətli kişilərə ilib gəladigan bədii qiymətini tamamen his qıla alayımız. Qınundaqda altın qayçılarını qulumuzga ağır olsaq, növbətdəki qızıl lentalarını kesiş üçün tayyorluğumuzni başlayırsak. Əmətcan əpəndim, bugün bizden bugünkü yığılışımızga mana şu Şinjan Tilak Məbləğ Silish Başquruş şirkətinin lideri Əmətcan əpəndim alayda qadam təşrif qildi. Şunaqla izchil faoliyatimizning tərtiblik şunaqla nəhayət yaxşı buluşuğa kapalatlik qilish uchun başdan axırı mana shu sahnamizda xizmatda bo'lib atadi. Əmətcan əpəndim, bəlkim bugünkü faoliyat cümlədən növbətdəki bizni hang-tang qaldırıyotgan nurg'un ko'rmallarimizga, millat do'stlarimizga yangi bir ko'rish tuyg'usi ato qiladigan ijodiyat sahnasi programmasi haqida yangicha bir tuyg'ulari o'ylaganlar bo'lishi mumkin. Endi birlikda anglab boqaylik. Hurmatli mehmonlar, yaxshimizlar? Kelgan qadimlarga marhaba. Biz bu qatim Buğra Madaniyat Tarqatish Çəkiliş şirkəti və Tilak Buğra Madaniyat Tarqatish şirkəti və Tilak Məbləğ Silish Başquruş şirkəti birlikdə dərəcədən təşkiri tor televiziya programması olğan icadiyat sahnesini uyushtirdik. Hamda buni uyushtirishdagi maqsadimizning birincisi bo'lsa, bu yil partiyamiz qurilganligining 100 yilligi. 100 yillikni qutlaqlash, ikkinchidan xalq orasidagi haqiqiy ijodiyat egillarini, mahorat egillarini izlab chiqib, shularninki haqiqiy ijodiyatchilarni mush sahnamiz orqali o'zini va o'zining ijodiyatlarini namoyon qilganga bir sahna hozirlashni to'g'ri topdik. İcadiyat sahnamizning chetilgan doirasi bu qatim bir qadar keng. Buningda naqsha, muzika, usul, itot, yumor, chaqchaq, sehrgarlik, sirak qatorliq bir necha doiraga chetiladi bu ishlar. Ham har qanday san'at shoirga chek qo'yilmaydi. Mayırlar özününki, bu qatim mayırlar özünün icadiyetini elib chiqadi. Çoxum yeni buluş gerek. Hem en yaxşısı özü icra qilsa texmo yaxşı buludu. Programımız 3. ayının 15'ini tatib mayır tizimlashni başlaymiz. Biz hem şu yuqori tuvendagi har qaysi mayırlarning o'zining en yaxshi tirichanligi bilan bu 15-yillik en yaxshi ijodiyatlarini elib kelib tizimlatishinglarni programmaga qatnashib berishinglarni tuvenchilik bilan so'rayman. Hem ahırda partiyamizningki qurilganligining 100 yilligini chin ko'nglimda qutlaqlayman. Kelgan qadimlarga rahmat. Köpten köp rahmat. Demek Əmətcan əpəndimning sözlerinden biz şundaq bir bişaratni his qildik obostimizning naq maydonimizgimi balkim asli biz cho'lpon qatorida sanab kelayotgan nurg'un do'stlarimiz balkim navbatdagi programmamizga mahir qatorida qatnashib o'zlarining har jihatdagi mahoratlarini namoyon qilishi mumkin. Bizni yangi bir ko'rish tuyg'usiga ega qilishi mumkin. Xo'sh, endi navbatda so'z navbatini Şinjan Ideya Karxanı Başquruş Çəkiliş şirkəti lideri Ablimit Turadin əpəndiga beraylik. Qani chavaqlarimiz bilan Ablimit əpəndimni sahnamizga taklif etamiz. Marhamat. Salam barcha azizlar. Shu güzel akşamda sizlar bilan didor g'animat shu sahnada birga bo'lganligimdan cheksiz sharaf his qilaman. Şinjan Ideya Karxanı Başquruş Çəkiliş şirkəti nomidan bugungi so'rinimizga qadam tashrif qilgan barcha azizlarga chin ko'nglimdan oliy salomimni yo'llayman. Hammanglarga marhaba.
Biz bugün Şinjan İdeya Karxana Başquruş Çekiliş Şirketi təşviqat tarixidagi yangi bir bösüş, yana şu Şinjan Tilak Mablag' Başquruş Çekiliş Şirketi bilan Şinjan Buğra Madaniyat Taqti Şirketi birlikdə ishlagan ijodiyat sahnasi programmasininki tajdarligini ag'anligimdan cheksiz sharaf his qilaman. Mushu munosabat bilan men mushu shirkatdagi menga mushu fursatni bizning shirkatga mushu fursatni berganligiga chin ko'nglimdan rahmatimni bildiraman. Rahmat sizlarga. Endi shirkatninki tashviqotida mana mushundaq programmalar texnik bek muhimkan, amma bilan mushundaq bir uchrashda. İpek Yolu Sadasi programmasida buningki dastlabki mevalarini, dastlabki unumlarini haqiqatan ko'rgan nurg'un korxonchilar bizga ulgu bo'lgandan keyin biz bu qitim Şinjan Buğra Madaniyat Taqti Şirketi va Şinjan Tilak Mablag' Başqurush Çekilish Şirketi uyushtirgan ijodiyat sahnasi programmasiga tajdorlik bo'lishni iltimos qilib biz bir tunji mush sharafga nail bo'ldik. Bundan keyin mushu sahnada ham mushu sahna orqali ideya ovozini bizningki barcha xalqimizga bildirgimiz bor, ideyaning ideyasini bildirgimiz bor, ham ideyaning qilayotgan ishlarini xalq uchun hal qilayotgan masalalarni bildirgimiz bor. Mushu sahnaninki bizningki orzuyimizdek sahna bo'lishini chin ko'nglimdan umid qilaman. Ham shundaqla bugun kechda biz bilan mushu hamdastixon bo'lgan barcha azizlarga sahibxon bo'lish suhbatim bilan minglarninki bir xo'shal kayfiyatda ejilib azada o'tirib bugungi mushu axborot e'lon qilish yig'inida hammalarninki qizg'in ovoz qo'shib berishini chin ko'nglimdan umid qilaman. Hammanglarga salomat tilayman, turmushingizga utuq tilayman. Rahmat. Bu yerda tilga ilingan ovoz qo'sh qaysi jihatga ovoz qo'sh? Masalan, alayda qo'llash, hamkorlik qatorliqlardagi ovoz qo'shmi yoki hamisha o'zingiz bir javob bersiz? Albatta ishimizki bugun mushu yig'ilishimiz bilan bu programmamizniki barliq qo'llash o'rinlari tushib ketadigandek, atlik o'rni qolmaydigandek qilib turdi. Ham shunday bo'lishini umid qilamiz. Navbatda aziz mehmonlarimizni ham hurmat ilikida mushu mikrofonni tutib, ikki kalima yurak so'z qilib berishga taklif etishni to'g'ri tepyapmiz. Bugun albatta ularniki oldi bilan vaqt ichidan vaqt chiqarib, mana mushuningdek bir qimmatli so'riniga yetib kelganligining o'zi biz uchun intayin bir xo'shallanishga arziydigan ish. Biroq agarda mushu sahnada ularniki tilaklarini anglay olsak, u holda bizning ruhimiz texmi ko'tarildi, texmi xursandlik topamiz. Qanundaqda endi so'zni Abdunum rayonluq təşviqat bölümüdən Şinjanxo əpəndidən anlayılı. Qani sahnimizə mərhəmət. Çavak. Tayarlıqsız qapqap gəlmə. Şu icadiyat sahnəsinin kimiyinə başlanış. Menimcə bütün Şinjanğa nisbətən bu intayın bir yaxşı iş. İntayın yaxşı iş. Biz yaxından qollaymiz. Arqında işlab olsa, yuqorqi inkos qilsanglar, biz yaqindan yordam beramiz. Mening kelishim hamda bunda bir pozitsiya bildirishim. Hammamizga ayon Şinjan madaniyati bütün mamlakat uchun aytganda uning nomi haqiqatan yuqori. Arqında vaqtida madaniyatni tarqi qildimisak bo'lmaydi. Şinjanning ta'sirini bütün mamlakat, bütün dunyoga kengaytirish uchun madaniyat, san'at, madaniyat ishlari oldida minish kerak. Menimcha bu arqında vaqtida shunday bo'ladi. Bu yerda o'tag'anlar Şinjan san'at madaniyatini tarqi qildirish uchun ko'p qo'shganlar. Sizlarga rahmat. Men shunchalik so'zlay. Rahmat. Sizdan ko'p xursand bo'ldik. Amaliyotda Şinjanxo apandimning mana shu har qanday ish bo'lsa yuqoriga inkos qilsanglar biz cho'qim sizlarni har vaqt qo'llab turamiz degan
Muşu bir eğiz sözünün özde bizge acayip bir işenç tuygusuna ata kılıdı. Elbette ustazlarımızdan, yetekçilerimizden, rehberlerimizden mana muşunundaki çırak bulup yorup yolumuzni yo'ritishi bizning bundan keyin qadamlarimizda texim dog'dam ilishimizga bir sabab bo'ladi. Shunlashqa biz mana shunday faxrlik, xayrli minutlarda Shinjon Xo-apandimga o'xshash suyimli rahbarlarga, yo'ldoshlarga minnatdorligimizni bildiramiz. Rahmat sizga. Albatta, yana shunday bir ustozimiz bor. Bugun ham umu tabarruk tashrifiy qadamlar bilan naq maydonimizga yetib keldi. Agarda nisb bo'lsa ustozimizningki dil bayonlarini musha sahnada anlatsak degan umidimiz u bo'lsa atoqli shoir jamoat arbobi Imin Ahmadiy apandim. Qani sahnamizga marhamat. Chavak, 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 chavak. Hürmetlik Şinjan Xo-apändim, hürmetlik karxançılar, hürmetlik sanatkarlar. Baya men sahneге çıkıştım burun, müşahede 3 xat kögendim, mening çıkışım bilen yo'qolib ketdi. Bunun da depti, yeni ekim degenge tayyorligi bor odamlar kirib uzarlaydi. Yeni sahne deptiken, yeni sahnege mu tayyorligi bor odamlar chiqarlaydi. Yani en ahirisi birisi yeni fırsat deptiken, fırsat her qanday vaqtda tayyorligi bor odamga mansub. Şunu men bugün bu yerda Şinjan Buğra Medeniyet Tarqitish cheklik şirketi bilen Şinjan tilak mablag' selish boshqarish şirketi birga ishlagan shundaqla ideya korxona boshqarish şirketining tajidorligidagi yangi universal hatta darajadan tashqari hansuchi aytganda mundaq bir tor san'at sohasining barliq kelganligiga shohid bo'lib mushakkagimdan intayin xushalman. Endi meningki o'ylaganimdimi? Bu birisi partiyamiz qurilganligining 100 yilligining oldida barliq kelayotgan yangi bir tadbir. Buningga faqat tayyorligi bor odamlar erisha oladi. İkinci birisi yaqinda açılgan Şinjan merkez açkan Şinjan meselesi hizmet yığınında 3. qatimda. Baş şuji Xi Jinping bir neçe meseleni o'ttirib qo'yish bilan birga madaniyat orqali Şinjanni oziqlantirish degan bir jumla so'zni aytib o'tdi. Madaniyat orqali Şinjanni oziqlantirish degan bu so'z bir xil ruh paydo qilish degan gap. Hammamizga ma'lum bizda mundaq bir gap bor. Odamning ruhi tushib ketsa, mingan etimi yugurolmaydi dedi. Bu ruh biri maddi jihatda biz kambag'al bo'lib ketsak, odamning ruhi tushib ketadi. Mingan otni yugurolmaydi. Yana biri agar ma'naviyat jihatda gadoylashib ketgan, namratlashib ketgan bo'lsak, biz mingan at yugurolmaydi. Çünkü bizning ruhimiz tushib ketadi. Şunu meyli maddi jihatda tirishchanlik ko'rsatayotgan korxonchilarimiz bo'lsin, meyli ma'naviyat jihatda tirishchanlik ko'rsatayotgan bizning san'atkorlarimiz bo'lsin, hammamizning maqsadi maddiy madaniyat bilan ma'naviy madaniyatni teng tutib, Şinjanni madaniyat orqali oziqlantirish. Şinjandagi har qaysi millatlarning ruhini texmi kötürüş. Ularni yangi sahnaga chiqalaydigan, yangi aqimda uzalaydigan, yangi fursatni tutalaydigan mushundaq cho'ng bir top qilib qurib chiqish. Bugun bizning ideya korxona boshqarish cheklik shirkatining tojdorligida ikki o'rin bilan birlashib ijodiyat sahnasi degan mushundaq bir programmani barliq keltirganligini men chin qalbimdan tabriklayman. Ve bunun deyken bularning her qanday ishiga ikki qo'lim ko'ksimda hammanglarga rahmat. Rahmat. Yana davomliq suyimli ustoz Imin Ahmadiy apandim o'z joyiga qaytib o'tsak chavaklarimiz uzilmasa ko'p xursand bo'ldik. Minnatdor biz. Rahmat ustoz. Har vaqt xushvaqt bo'ling, omon bo'ling. Xo'sh, endi navbatda
biz sahnamizga yana shundoq bir kelishimlik ixtisos egisini taklif etamiz. U bo'lsa-mu yillardan buyon nurg'un asarlarning rejissyorlik vazifasini ustiga ilib, bizning ma'naviy tashnaligimizni qondirib kelayotgan ijodiyat sahnasi programmasininki bizning rejissyori Islomjon Varis apandim, qani baş rejissyori Islomjon Varis apandim, sahnamizga marhamat. Baş degan so'z qopdi. Ustoz rejissyori. Çavak. Salam aziz dostlar, ben Islomjon Varis. Islomjon Varis'in hammalarga salam. Bayağı ustozlarimiz so'zlab o'tdi. Men az to'la o'zimning ko'nglim gapni bir ifodalasam. Shu Cumhuriyet Komünist Partiyasining qurilganining 100 yilligini tabriklab, har millat xalqining yurak savdosini yangritish, tantanasini qutuqlash maqsadida Şinjan Buğra Medeniyet Şirketi ben Şinjan Tilak Meblag Silish Başqaruv Şirketi birlikte uyushtirgan derecinin taşqari tor televiziya universal sanat programmasining bo'lib shu ijodiyat sahnasining rejissyorligini meni bekitganiga men bek xursand bo'ldim. Rahmat sizlarga. Men o'ylayman, men va barliq shu ijodiyat korpusi bo'lib rejissyorlar korpusi hamma kuchimiz bilan shu derecinin taşqari ijodiyat sahnamizni ko'rinmanlarga yorqin yaratishga tirishimiz ham shuning uchun bel bog'laymiz. Shuning bilan birga bu programmamizning mazmuni sog'lom, yaqin ko'rinmanlarga yaqinlik, yarishimliq bo'lishiniga tilakdoshmiz. Şundaqla ijodiyat sahnamiz nomidan Cumhuriyet Komünist Partiyasining qurilganligining 100 yilligini tabriklaymiz. Programmamiz orqali bosh vazir Xi Jinpingning xalqni madaniyat bilan oziqlantirish chaqirig'iga oz bo'lsin bir kishilik hissimizni qo'sha olsak deb o'ylaymiz. Hamda keng ko'rimlardan qo'llab berishni umid qilamiz. Maylarni qizg'in qarshi olamiz. Sizlar bilan birga sahnada tang tirishimiz, tang ijodiyat qilamiz. Rahmat sizlarga. Rahmat. Bizning rejissyorlik kasbida nihoyatda alga to'nilgan shundaqla o'zining ijodiy emgaklari bilan bizning e'tirof qilishimizga erishgan, jumladan bu qadimgi ijodiyat sahnasi programmasining bosh rejissyori Islomjon Varis apandimning bugun naq maydonimizga yetib kelganligiga shundaqla bizga texnik zo'r ishonch tuyg'usi ato qilib, ekran yuzi orqali kuychi bevosita o'qitish kanali orqali har millat ko'rmanlarni va yoki har millat mayir bulush oldida turgan mehmonlarimizni bu sahnaga chaqirganligiga xursand bo'ldik. Albatta do'stlarimiz bilan mana shu sahnada uchrashni orzu qilamiz. Sizlarni birlikda kutamiz. Navbatda davlatlik birinchi darajali kompozitor shundaqla ijodiyat sahnasi programmasidagi bizning bosh qahramonlarimizdan biri bo'lgan Oblikim apandimni sahnamizga hurmat bilan taklif etamiz. Qani marhamat. Salom barliq aziz muhtaramlar. Bugungi shu ijodiyat sahnasi programmasininki axborot e'lon qilish shu yig'ilishiga alohida vaqt chiqarib qadam tasib qilgan barliq aziz mehmonlarga shunday hurmat bildirish, sizlarga salomimni yo'llash bilan birga bugun men azroq kechikib kelish sababli shuncha hurmatga sazovor katta ustozlarimiz dal vaqtida kelib o'rin olgan bo'lsa, o'rinda men kichikkina kechik sababli azroq saqiltib qo'yganligimdan o'zimni ayndan nihoyatda xijillik his qildim. Nihoyatda jiddiylashib xijil bo'lib ketganimdan Emin Ahmad akamiz ustozimizga bu salom qilmay o'tirib shunday bo'lib ketibdi-menda. Chunki alqama zalga kirganda qarsam hammanglar tal o'tirib bo'libsizlar. Bu nihoyatda yaxshi ahvol. Biz shaxsan men shu vaqt ko'z qarashini, vaqtni qadrlashni, vaqtga rioya qilishni ayndan bak tashabbus qiluvchilarning birisida. Bugun shunday bir tuyuqsiz qor yig'ib xizmat rayonidan ayrilib sirtqa chiqsam liqqida qor
Bunu bilmey kaptım. Ciddilik kiyimini almıştırıp soğunun ki muşu faaliyetimizin hürmeti bilen bu kiyimini almıştırıp ciddi mangıç aralıkta azırak geçiş oldu. Şuna müşahede otağın hemmeylendin şundaklı ekran aldı muşu naq meydan taqtıştın körüp atkan hemmeylendin bunun dekin bunda muşuna vaqtga hammamizdan rioya qilib vaqtida boshlab vaqtida oxirlashga kapolat bo'lishini yana bir samimiy tavsiya qilaman. Shundaqlab mushu ijodiyat sahnasi cho'nda tavu tay degan mushu programmaga bir yetakchi bo'lib baholovchi bo'lib yoki ustoz o'rnida bo'lib mushu programmaga qatnashganligimdan o'zim ham faxrlik his qilaman o'zimni. Boydan beri katta cho'ng ustozlar bizga ustoz yo'lliq akalarimiz, ustozlar, korxonchilar nihoyatda yaxshi tetimliq, ixcham, mazmunliq, esil katta so'zlar bilan faoliyatimiz shundoq yaxshi davom etyotdi. Men jiq so'zlamay, men o'zimniki bir kishilik hozirgacha to'plagan tajribalar, hozirgacha o'rganganlarimiz bilan mushu katta sahnada o'zimning rolini yaxshi joriy qildirib, mushu programmaniki boya hammalarning aytgandek elga yaqqan, yaxshi sog'lom mazmundagi, yaxshi bir elning ma'naviyati uchun ozuq bera oladigan yaxshi program bo'lib chiqishga men o'zimning bir kishilik asarni qo'shaman. Ko'pchilik rahmat. Rahmat. Ablat muallimga minnatdorligimizni bildiramiz. Rahmat. Biz yana davomli sahnada ko'rishni orzu qilamiz. Xo'sh, qadrli do'stlar, bizning bugungi faoliyatimiz nihoyatda yaxshi holatda davom etyotdi. Ustozlarimizning bizga berayotgan ro'yi ozuqlari katta bo'layotganligi uchun bizning yuragimiz to'q qoldi. Kayfiyatimizmi ham jo'shqin holatda faoliyatimizda davom etyapmiz. Aldı bilan bizga mana shuningdek jo'shqinlik tuyg'usi ato qilayotgan barliq ustozlarimizga yana qayta minnatdorligimizni bildiramiz. Albatta hamda so'z navbatini yana o'xshashlam ijodiyat sahnasi programmasida to'rdan o'rin olgan hamda o'ziniki her jihatdagi mahorati bilan birga mahir, ko'p qodir talanti bilan elning e'tirof qilishiga erishib kelayotgan nurg'ulg'an katta sahnalarda, hattoki xalqaroliq sahnalardami yaxshi natijalarga erishib bizni iftixorlantirayotgan yaxshi birodarim Şinjan san'at yurti Serik Ömükining artisti Mehmetcan Ro'said apandimga berishni to'g'ri topdim. Qandoqda mikrofonni sizga yetkazib beray. Rahmat. Salam barliq ustozlar, har soat kasbdan kelgan bizning korxonchi do'stlarimiz, shundaqla kasbdoshlar, hammalarniki shu vaqtingizlik bo'lsin. Sizlar bu yerda cho'nglar o'tirgan ustozlar bor yerda bizga mikrofon elib yerda so'zlash hojatdi. Shundaq turib bugungi bizning bu ro'yobga chiqmoqchi bo'lgan programmamizning sababi bilan barliq ustozlarga do'stlarga salom qilish bir fursatga qoldi. Shuning uchun sahnaga chiqib qoldim. Aytib rahmat. Bugun biz hammamiz intayin xushal. Bo'pmi? Mana biz bayam ustozlarimiz hammamiz so'zlab o'tganga o'xshash Cumhuriyet Xalq Cumhuriyetininki qurilganligi shu. Bizning Cumhuriyet Xalq Cumhuriyeti shunaqla bizning Cumhuriyet Kommunistik Partiyasining qurilganligining 100 yillik tabriklash munosabatlar uyushtirgan Bug'ra shirkati shunaqla Tilak mablag' solish shirkatininki uyushtirgandiki ajoyib cho'ng bir sahna bizningki ijodiyat sahnasiningki yaqinda ro'yobga chiqib har millat xalqninki inoqlik ittifoqligini tashviq qilgan shunaqla barliq xalq ommasiga ma'naviy uzuqni taxim betish uchun tayyorlangan bu katta sahnada menga bir kishilik o'rin berganligingizga intayin xursandman, olamcha xush bo'ldim. Shuning uchun shu shirkatdagi va barliq korxonchi do'stlarimizga yana bir qatim chin qalbimdan oliy tashakkurimni bildiraman. Rahmat. Shundaqla ekran oldidagi bizningki ko'rayotgan barliq ko'rurmanlarga deydiganimiz tatinmay o'z ijodiyatlaringizni, o'z mahoratingizni namoyon qilish uchun bizning ijodiyat sahnasiga kelavering. Mana bu sahnada biz sizni saqlaymiz. Har qanday yaxshi ijodiyatlaringizni birlikda eng yaxshi holatda sahnaga olib chiqib, barliq xalq avomninki olqishiga erishish uchun eng yaxshi bo'lgan nomer qilib sahnaga chiqishga birlikda tirishimiz, sizni qo'llaymiz, birlikda sahnada tang o'ynaymiz. Yana o'xshashlam sahnada ko'rishni istaymiz. Muborak bo'lsin. Rahmat. Xo'sh. Hurmatli mehmonlar,
ekran oldidagi aziz ko'rmanlar, sizlarning hozir ishtirok qilayotganinglar Şinjan Buğra Medeniyet Akıtı çekiliş şirketi bilen Şinjan Tilek Meblag Silish Başkuruş şirketi birlikte uyuşturgan Derjin Taşkırı Çoğun Tor Televiziya Universal Sanat Programısı İcadiyet Sahnesi Programısının axbarat elan qilishigini Kuychi bevosita taqitish kanali orqali bizning bugungi bevosita ko'rsatishimizni ko'rayotgan barliq do'stlarimizning barmoqlarini o'ynatib, do'stlar chambarki orqali bugungi yaxshi bevosita ko'rsatishimizni atrofdagi do'stlarga ham barlab qo'yishini tuvanchilik bilan iltimos qilamiz. Shundaqla ekran oldidagi har millat mayirlarning bu qadimgi faoliyatga qatnashish jumladan musobaqaga programmaga qatnashish fursatini qo'ldan berib qo'ymasligini tuvanchilik bilan iltimos qilamiz. Hammalarni qizg'in qarshi olamiz. Albatta Endi söz növbetini biz bugungi sahnamizdagi yana bir hayajon ilkida turayotgan, o'zining musha sahnaga chiqish fursatiga erishganligidan iftixorlanayotgan, aytib tugatkisiz minnatdorlik bilan bu sahnaga yetib kelgan yana bir qarindishimizdan anglaymiz. U bo'lsa-mu men. Bugun pul tejaymiz deb riyosatchilikning vazifasini o'z ustimga olgandan boshqa albatta eng muhimi Muşu sahna orqali men ham riyosatchilik kasbidagi, diktorlik kasbidagi bir yetakchi va yoki va yoki bir aziz mehmon bo'lib, mana mushuningdek bir faxrlik tuyg'uga musharraf bo'lganligimdan o'zimni intayin baxtli his qilyapman. 7 yilda ilgirki Şinjan simliq televiziya stansiyani hozirgi Şinjan 5-yurish kanalining yillardan burun İpət Gülistani programmasida tunji qitim 7 yaşımda o'smir riyosatchi bo'lib sahnaga chiqqandan buyon taki 30 dan oshgan hozirga qadar o'zimning riyosatchilikka bo'lgan o'tdak ishtiyoqim, kasbchilikka o'zimni beg'ishlash ro'yim bilan o'tgan 10 yilda Markaziy xalq radio stansiyasining riyosatchisi bo'lib, o'zimga yarasha xil yaxshi natijalarni qo'lga keltirdim deb o'ylayman. Har qitim mayli avtonom rayonimizning turli baholashlari bo'lsin va yoki mamlakatlik baholashda bo'lsin, o'zimga tushliq erishgan vaqtimda qushliq his qilgan bo'lsam, bundan bir qancha kun ilgirki mening suyimli ustozim ham shundaqla shirkat mas'ullaridan biri bo'lgan Muxtar akamning telefonini topshirib olgan vaqtimda menga berilgan bu sovg'a balki mening ilgirki erishgan natijalarimdan o'zgacha ham texmi tatliq bir e'tirof qilish yaxshi bir fursat bo'ldi deb o'ylayman. Menimcha bizning tuvanimizda o'ltirgan shu yosh san'atkorlarimiz qatorliq barliq do'stlarimizning İpək Yolu Sadası programmasiga o'xshash mana shuningdek katta programmalarga ajoyib minnatdorligi bor. Chunki ular bu sahna orqali o'zlari ixlos qilgan ustozlar bilan quchoqlashishga, ularning ko'zlariga tikilib turib o'z yaxshi ko'rgan naqshlarni aytishga, o'zining ijodiy asarlarini baxsh etishga musharraf bo'ldi, nasib bo'ldi. Shaxsan menga nisbatan elib aytgan chog'da yillardan buyon men memnunluk tuyg'usiga ega bo'lgan Şinjan Buğra Medeniyet Akıtı çekiliş şirketining har qanday bir turdagi programmaga riyosatchilik qilib, bundan xushlik topgan bo'lsam, bundan faxrlangan bo'lsam, navbatda ijodiyat sahnasining bir baholug'uchisi bo'lib, mana shuningdek muhtaram, bir-birisidan natijalik, shunaqla qurdoshlarim qatori men bilan tang qo'lni qo'lga tutib ilgarilayotgan do'stlarim bilan birlikda bu sahnada davrdoshlarimga aka inlarimizga, hadi sing'illarimizga yaxshi bir yetakchi bo'lib, o'zimizning bilganlarini yetkazish uchun bir fursatga erishganligimdan olamcha minnatdor bo'ldim. Mana shuningdek hayajonli minutlarda meni taklif etgan shirkat tarafga minnatdorligimni bildirmoq cho'qim, o'zimning eng zo'r mas'uliyatim bilan avtonom rayonimizdagi har millat diktor riyosatchilik kasbiga ixlos qilayotgan, ishtiyoq bog'layotgan, mush kasbda o'zib chiqishni xohlaydigan do'stlarimga o'zimning bir kishilik bilganlarimni yetkazishga mas'uliyat bilan tayyorligimni bildirma, shunaqa eng yaxshi holatda javobimni beraman. Rahmat. Hamma Gulbama, mushu gulni shu ustozimga yetkazib bersangiz Muxtar akamga rahmat. Ha. Xo'sh, endi so'zni bizning Naznin usulchimiz Jungo yaxshi usul programmasida chempionlikka erishib, Şinjandagi jumladan elimizdagi har millat usul havaskorlarini, ko'rmanlarni hayron va asti qoldirgan, faxrlik tuyg'ularni ato qilgan do'stimiz usul o'qituvchisi Gulmiraning bayonlarini anglaymiz. Albatta, yo'llar jiroq bo'lganligi uchun ham xizmat sababidan Gulmira naq maydonimizga yetib kelmagan bo'lsa-mu, u ekran orqali bizga salomini yo'llamoqchi bo'pti. Qinondaqda Gulmiraning salomini cho'ng ekrandan ko'rib boqaylik. Rahmat.
Yaxşımısınızlar dostlar, əmmalarının muş vaxtınlar xeyirlik olsun. Mən Günmira Muhammed. Dərəcədən təşqiri televiziya proqramısı icadiyyət səhnəsinin yetəkçi ustaz bolğanlığımdan intayın xoş buldum. Muşu proqramı arqılıq, yəni muşu səhnə arqılıq texmi köp usul icadiyyətçilərinin özünün iqtidarını namayan qilishini chin ko'nglimdan umid qilaman. Yaxshi. Rahmat. Demak, biz suyumlik 5 nafar aziz mehmonimizning yuqoridagi dilbayonlardan biz shuni his qila olamizki, ijodiyat sahnasida salofat bor, tamkinlik bor, to'lib toshgan bilim bor, ham shundaqla jushqunlik, yoshlik bor. Biz mana shuningdek o'zimizdagi xoslik bilan, o'zimizdagi jangovarlik bilan bu sahnani ajoyib nurona, ajoyib yo'ruq, ajoyib jazbidor bir sahnaga aylantirishga ishonchimiz bor. Biz eng oxirida bu programmaning cho'qim texmo g'albilik, texmo muvaffaqiyatli programmalar qatoridan o'rin olib, Tundisondan oxiri uzilmaydigan ko'p mayirlar zo'q-sho'q bilan qatnashadigan yaxshi bir programma qatoridan o'rin oldirishga bir kishilik to'hpimizni, tirishchanligimizni ko'rsatamiz. Navbatda sehrigar rejissor Anvar Azod Elchin apandini programma haqida jumladan o'zining his qilganlari haqida ikki kalima so'z qilishga taklif etaman. Qani marhamat. Ustozlar, naq maydondagi barliq do'st birodarlar, yaxshimisizlar? Shunaqla, mush kuychi bevosita qish kanalidagi ko'rayotgan barliq do'stlar, men Anvar Azod Elchin hammanglarga o'tliq salom. Men o'zimning kasbiy bir sehrgar, lekin mush cho'nglarning fursat berishi bilan İpek Yolu Sadasi 4-cü qarorga rejissorlik qilib, yaxshi bir asarlarni chiqib o'ylayman. Endi bu qitimqi shu cho'ngda Vutayda ijodiyat sahnasidami, shu Islomjon akamning boshchiligida biz cho'qim yaxshi bo'lgan bir asarni ilib chiqib nurg'unlagan ijodiyatchilarga biz yaxshi bo'lgan bir asarni fursatni bermoqchi. Endi bu qitimqi bizning asosiy maqsad desak, biz shu televiziya ekran san'atidan tor ekran san'atiga o'tishdek bir yengillikni yaratmoq uchun. Nima deganda biz nurg'a o'ylaymiz, televiziyaniki bilan torning ishlaydigan nurg'a narsalar o'xshamaydi. Biz asosan bu qaytim o'sha shimmeytini asos qilgan asosda bu programni vujudga chiqarmoqchi. Undan boshqa shu ijodiyatning butunlay qurilmasining hammasi shu noldan tortib yozilgan-ku. Hamma narsalar ijodiylik bilan baribir qoidalar, usullari bo'lsin. Shu ustoz bağlovchilarning takliflari bo'lsin degan hammasi nihoyatda qiziqarli qiladi. Undan boshqa shu program ishlashga asosiy maqsad bo'lsa nurg'unlagan odamlarni buni ko'rsatish bo'lgandan keyin biz mayli chet elning programmalari bo'lsin yoki ishga o'rgatilgan program bo'lsin, yoki xoti o'ynaydi-ku. Ma sanda bundoq bir narsa bor degandek biz mush programda shunday bir yangiliklarni asos qilib turib, shu tomoshabinlar mush programni ko'rgandan keyin cho'qim o'zining do'stlarcha birga taqdirlagan, bir-biriga tavsiya qiladiganlardek mushtaq bir yangiliklarni yaratmoqchi. Undan boshqa yana ilon jihatdan bo'lsin, biz shu qattiq ilon san'atidan yumshoq ilon san'ati degan. Yumshoq ilon san'atini biz shu Ipak Yolu Sadasi 4-cü qarorda ishlatdik. Ham shu korxonchilarning nihoyatda xush bo'lib degandek mayli tomoshabinlar bo'lsin bekrak yoqtirdi. Chunki nima deganda tor bo'lgan vaqtida qattiq e'lon bo'lsa balki o'tkazib ishlar ko'p ketib qoladi degandek. Yumshoq e'lon bo'lgan vaqtida haqiqatan mush korxonchilarning sifatida bir yaxshi bo'lgan bir unumni yaratib beradi-ku. Shuningdek, korxonchilarning bizning program bo'lgan qo'llab berishga rahmatimizni bildirish uchun bu qitimqi ijara programmamizda ilonlarni mutlaqo ijodiylik bilan yaxshi bir yaratmoqchi. Undan boshqa shu bu programda mayliqi har qaysi millatlarni cheklanmaydi. Shu qatnashgan har bir mayirni cho'qim Şinjan'da bo'lsin yoki Jungodagi bo'lsin, har qaysi millatdagi tomoshabinlar cho'qim bir tunuydiganlardek program qilmoqchi. Shuningdek bu programning ismini shu darajadan tashqari to'r televiziya programmasi deb olgan. Hamda shu nurg'unlagan yosh bolalar ijodiyat qiziqadigan degandek, lekin o'zini ifodalashni berolmaydigan degandek. Hamishada o'tgan ijodiyatlar shug'ullanayotgan nurg'un do'stlarimiz, inlarimiz bor. Mushlarni ulgu qilib turib, shularga nisbatan yaxshi bo'lgan bir mushtaq bir fursatni ularga berishni asosiy maqsad qildik. Bu yerga kelib rahmat. Dostum, hem şunaqla İpek Yolu Sadası programımızın növbətdəki
rejissyorluk vazifesini üstüge alayotgan tirishchan qurdishim Anvar Azat Elchining yuqoridagi bayonlari ham bizni hayajonlantirdi. Shundaqla mening cho'g'anchada naq maydondagi hamda ekrandagi bizning bugungi bevosita ko'z tutishimizni ko'rayotgan korxonchilarga nisbatan nurg'un uchurlardan bisharat berdi. Ya'ni e'lonchilikda qattiq e'lon bilan cheklanib qolmasdan, balki yumshoq e'lon san'atini ro'yobga chiqarish orqali texnik ko'p iste'molchilarning har bir ko'rish tuyg'usida mahsulotning markasi bilan uchrashish fursatini ro'yobga chiqarish va yoki ko'rish tuyg'usida texnik ko'p markani namoyon qilish bu balkim bizning navbatdagi programmamizning o'zgacha bir xil alohidaligi bo'lishi mumkin. Bu bir jihatdan ko'rmanlarimizga nisbatan zerikish tuyg'usini azaysa, korxonchilarimizga nisbatan o'zining markasini tunutishda yangicha bir andezni ro'yobga chiqardi. Albatta, do'stim Anvar yuqoridagi bayonlarni qilib, mushu buningdan korxonachilar mamnunlikqa ega bo'ldi degan chaqda Sadab shirkatining lideri Anvar apandim nayt hayajon bilan boshlanishligini ko'rib qoldim. Shunday deyman. Nayt mamnunlik bilan jumladan tajdorligini olgan Ipak yo'li sadasi programmasidan tashviqotda ma'lum unum va manfaatga erishganlik sababidan tabassum bilan bizga baqqalligidan men xursand bo'ldim. İşimizga ijodiyat sahnasimi mana shuningdek o'zini qo'llagan, o'ziga o'zining eng yaxshi pozitsiyasini bildirgan korxonchilarga eng yaxshi holatda javob qaytardi. Korxonchilarimizni hargiz noumid qo'ymaydi. Xo'sh, endi navbatda so'z navbatini yana bir suyumlik, aziz, qimmatli mehmonimizga berishni to'g'ri topdim. Bu mehmonimizni sahnamizga taklif etishdan burun yana o'xshagan ustozim Muxtar Bug'ra apandimning mundaq bir so'z yodimga kelib qoldi. Bu bo'lsa-mu bu axborot kasbidagi, adabiyot san'at kasbidagi Münevver ustoz doim shunday deydigan korxonadagi madaniyat va madaniyatdagi korxona. Korxonadagi madaniyat degan nima? Bu menimcha korxonchi ustozlarimizga oid tunishliq. U bo'lsa-mu korxona madaniyati. Ya'ni korxonani boshqarish, korxonani yurishlash jarayonidagi bu bir andiza, bu bir madaniyat. Undaqda madaniyatdagi korxona nima? Bu savolni men ustozdan so'radim. Ustozning javobi intayin tetimliq bo'ldi, ammo tushunishlik bo'ldi. U bo'lsa-mu dal mana shu madaniyatga mablag' selayotgan korxona, madaniyatni korxonalashtirayotgan va yoki madaniyatni bozorlashtirayotgan bizning korxonadagi ustozlarimiz dal mana shu madaniyatga korxona degan so'zga ta'bir bera oladi. Ya'ni ular bizning hozirgi madaniyatimizni, bizning sahnaga elib chiqayotganlarimizni bozorlashtiryapti, tovarlashtiryapti. Ular o'zlarining bir kishilik kassi orqali bizning madaniyatimizni jonlantiryapti, qo'llayapti. Bugun mana shu so'zni men yana bir qitim bugungi yig'ilishdan qayta his qildim deb o'ylayman. Xo'sh, endi bizning korxonchiligimizdagi yo'l boshlardan biri bo'lgan, yuqorida dastlabki hurmat ilikida qurmuqur jumla holatda iftixor bilan tunishtirgan Xinjiang dashu iqtisod va boshqarish fanlarining sho'yanining o'qituvchisi, Angliya Birmingham universitetining iqtisod fanlari doktori, Xinjiang bilimdan korxon maslahatchilik shirkatining lideri Mehmet Yasin apandim. Sizni sahnamizga taklif etib olsak. Çavak. Xo'sh. Muzika to'xtamay o'tib, avval bir usloyni etib so'zlamdim deb o'ylab qoldim. Rahmat do'stlar, hammanglarni ko'rib bilgan intayin xushal bo'ldim. Bizmi mana shu hammanglar bunday aytgancha shu shunday cho'ng ishni qildigan, cho'ng sahnalarni barpo qildigan bola shu bir necha yil o'xshaydi. Chunki shunday sahna davomli shu sizlarni ko'rdik ekanman degancha ham o'zimni ko'rdik ekanman degandek. Shunga bu ishda hamda avval abiyam necha qatim tilga olindi hamda partiyamizning kimi shu 150lik bir tug'ilgan kuniga bo'lgan bir sovg'at. Nayt yaxshi bir maqsad mudda bilan boshlanibdi. Albatta davlatning partiyaning yaxshi siyosati bo'lg'achqa mana shunday sahnalarimiz ro'yobga chiqyapti. Shunaqmi? Anandikan mana shu yerda o'ltirgan korxonchilarningki hamma jihatdan kuch berishi bilan ro'yobga chiqyapti. Andan madaniyat sohasidagi bizning ustozlarimiz, san'atkorlarimizning ajr bilan mush ro'yobga chiqyapti degan gap. Mana shunday bir uch burjak kuchningki o'rtaq bir tirishchanligi bilan ro'yobga chiqyapti. Endi shu bir programma bizningki ijodiyat sahnasi degan shunday bir esil bir programma. Shu zamonimizdagi korxonchilik taraqqiyotimizning anondekan san'at madaniyatimizninki shunday bir jo'loqliq taraqqiyotining shuningdek xalqning baxtiyor turmushining bir namoyandasi bo'lib qolgusi.
Biz bunu bütün Cungo'ga emas, bütün dunyoga mı cho'qqim tarqitishimiz va tashabbus qilishimiz kerak deb o'ylayman. Rahmat shunchalik so'zlar. Albatta, yuqorida ustoz aytib o'tgandek, Jungo Kommunistik Partiyasi qurilganligining 100 yilligini tabriklash oldida turayotgan mana shuningdek shodiyona paytlarda har millat do'stlar, jumladan naq maydondagi har birimiz o'zimizning sovg'alarimiz bilan mana shu tug'ilgan kunni tabriklashni orzu qilamiz. G'oyalarimiz naqsh etadi ekanmiz, g'oyalarimiz usul o'ynaydi ekanmiz. G'oyalarimiz vatanga, partiyaga bo'lgan fasohatlik, minnatdorlik so'zlarimiz bilan uningga bo'lgan muhabbatimizni ifodalaydi ekanmiz. Yana g'oyalarimiz serik numurlarını ko'rsatsak, yana g'oyalarimiz sahnalarda aktyorlik qilib, o'zimizning eng ko'taranki ro'yi holtimiz bilan vatanga, partiyaga minnatdorligimizni bildiramiz. Ishonmanki, biz ijodiyat sahnasida pat arda mana shuningdek to'lib toshgan shijoat va ko'taranki ro'yi holat bilan ulug' vatanimizga, partiyaga o'zimizning eng aktiv energiyalik tarafimizni, eng to'g'ri tarafimizni, shundaqla eng jasoratli tarafimizni namoyon qilib bera olamiz. Qinundaqda navbatda Şinjan Aydın Az Guroyning bosh direktori Olimjon apandini so'zga taklif etamiz. Qani Olimjon apandim, sahnamizga marhamat. Çavak çelini verdi. Çavak. Köpçülük rehberler, çolpan artistlerimiz ve karxançılar. Hemenlarının ki bugünkidek bana muşunda bir sorundu cem bulup, benim bana muşunda bir sorunga iştirak kılınımdan ben hemenlarga çın kalbimden rahmet yetime. Bugünkü bu sahne naitimi ahmiyetlik bir yakşı boğan bir jığılış oldu. Bolup mu muş buğra Medeniyet Tarqıtış şirketi bilen Tilek Meblağçılık şirketininki özara hemkarlaşıp mana muşunda bir yeni boğan, yeni bir kademni basqanlığıga men muşu yoldaşlarga ve şuningdiki rahbarlarga muş işlerinin buningdiki texim yürüşlük yaxşı boluşı için kalbimden özümning bir minnatdorligimni ve shundaqla sizlarning mushunchalik bir ishni boshlig'inglarga men qizg'in qarshi olaman. Buğra Medeniyet Tarqıtış şirketi bilen biz Aylnaz Guroyi onun aldığımı bir hemkarlaştık. Bunu da bulupmuş İpek Yolu Sadası programımızda da hemkarlaşıp bu programımızın naitim yaxşı boğan bir neticelerge eriştik. Bu münasebet bilen ben şu Buğra Medeniyet Tarqıtış şirketiga ve şundaqla bu şirketdeki japat atkan barlık yoldaşlarga çın kalbimden rahmetimni bildirmen. Buningdan keyingi qalamlaringlarning texim utuqliq yaxshi bo'lishini çın kalbimden umid qilaman. Ko'pchilik rahmat. Rahmat Olimjon apandim, sizning ham bugun faoliyatimizga jumladan bizning ijodiyat sahnamizga alayda qadam tashrif qilganligingizni qizg'in qarshi olamiz. Navbatda Şinjan Sadaf Sodichaklik mas'uliyat shirkatining lideri yaxshi akam Anvarjon apandimni sahnamizga taklif etamiz. Qani marhamat. Anvarjon apandimmi Şinjan Buğra Medeniyet Tarqıtış şirkatininki ro'yobga chiqargan programmalardan amaliy manfaatga erishguchi, nafga erishguchi deb o'ylayman. Qinundaqda Anvar akamning navbatdagi dilbayonlari quloq solaylik. Marhamat. Hammalarning kechligi xayrli bo'lsin. Oldi bilan mushundaq bir isil sorunda, mushundaq isil qarindoshlarimiz bilan, do'stlarimiz bilan ko'rishganimga intayin xursandman. Asli bu sahnaga mening chiqib so'zlashimning hojatim yo'q deb o'ylayman, lekin bu yerga chiqishga taklif qilgan ijodqimi ko'p rahmat. Ko'nglimni gaplandi valay. Shu 4-qarar Ipak yo'li sadosini qanday qilayli deb turayotgan vaqtda nurg'unliga odamlar keldi. Bu uzun to'xtab qoldi, önümünü ko'ramaysizlar, qilmanglar dedi. O'ylashib turib qoldik araliqda. Bularmi bo'lmasmi deb, lekin bu tavakkülchilik pek yaxshi ekan. Oxir tavakkülchilik qilgan to'q
keyin shu qilsang bo'lmaydi, mablag'ini jiqsab yetib qolibsizlar, foydasini ko'rameysizlar deganlar qaytib kelib, "Voy bek yaxshi qilib ekansa, rost kallanglar bek ishlaydi ekan" degan holat keldi. Mening bu yer demoqchi bo'lganim, shu Bug'ra madaniyat taqich şirketi. Bularninki shu Şinjanga nisbatan asos bor deb qarayman. Uning ustiga Ipak yo'li sadosininki bir marka oldu. Endi shu ijodiyat sahnasimi cho'qim Ipak yo'li sadosidek Şinjanning bir cho'ng markasi bo'la oladi. Shu Bug'ra madaniyat şirketi hem shu tilak bilan hamkorlashganlar meningcha ziyon tortmaydi. Foydasi oladi, ziyon tortmaydi. Chunki bunun ta'mini bizning Sadaf tetib baxti hem davomli ko'ryapmiz foydasini. Unda bo'lgandan keyin cho'qim bo'lsa, shunda tijorat qilayotganlar, hamkorlikni o'ylashayotganlar, shu ijodiyat sahnasiga tang chiqib, tang qo'llab bo'lsa, shu diyorimizningki madaniyat ishlarini shundaqla shu ideya shirkatiniki tajribali ijodiyat sahnasiniki texmo rivojlanishini umid qilaman. Rahmat. Rahmat, Anvar apandim. Uzun yillik iqtisod programmasiga riyosatchi qilish jarayonida o'rganib olganlarim va anglab olganlarimdan shuni his qildimki, tashviqotga mablag' silish korxonaning taraqqiyotidagi intayin muhim nuqtalarning biri hisoblanadi. Agarda tashviqotni to'g'ri yo'lda tanlab, to'g'ri tashviqot usuliga mablag' sola olsa va bu yo'lda davomli turda o'ziningki tashviqotini to'xtatib qo'yimiz, u holda bundan cho'qim muayyan manfaat va unumga erishadi. Texi tunugilla mana shu Sadaf şirketininki mas'uli Anvarkam bilan undidarda salomlashib qoldik. Anvarkam shu programmadagi eng naqsha etishga muvofiq bo'lmagan biraylar, ya'ni mening aytgan naqshamning çekilishining o'zining 100 mingdan oshganligini menga aytib, salonimizda bek tarqaldi ukan, men xursand bo'ldim. Shu naqsham bek tarqalgandi. Tarqalibdi naqshingiz deganida men orqadan ulablam o'zimning Qaysho kod nomerimdagi o'zim chiqarib qo'ygan shu naqshamning chekilishining 2.570.000dan ishib ketganligini tatib, Anvarkamga qaytarib avatib qo'yib, menda bunchalik tarqalibdi degan bir javobni berdim. Hamda biz bundan mamnunlik, iftixorlik, suyunishlik tuyg'ularga cho'mildik. Demak, amaliyotda nurg'un korxonalarga nisbatan tashviqotda to'g'ri yo'lni topolmay qolganligi va yoki to'g'ri programmani tanlay qolganligi uchun balkim ular umidsizlanib qolgan bo'lishi mumkin. Holbuki Ipak yo'li sadosi programmasiga o'xshash, jumladan hozirgi ijodiyat sahnasiga o'xshash bizni hayajonga selayotgan, bizni intizor qilayotgan mana shunday katta programmalar cho'qim korxonchilarimizni noumid qo'ymaydi. Bir programmadagi vaqt kelganda bizning do'stimiz Bo'zaxonning naqsiga o'xshash bir naqshining o'zining chekilishlam necha million bo'lib ketib, balkim korxonchilarimizning haduqini chiqarishi mumkin. Artistlarimiz shu sahnada naqsh etayotganda keyindan chiqayotgan Sadaf deganga o'xshash katta markalar va yoki Ideya deganga o'xshash bizning ko'z nurimizni o'ziga jig'alaydigan katta markalar bu nəhayət yaxşı bo'lgan yumshoq e'lon bo'lishi mumkin. Shunlashqa do'stlarimizning bugünkidek yaxshi fursatda ijodiyat sahnasidan iborat mana shu yaxshi bo'lgan tashviqot sahnasini qo'ldan berib qo'ymasligini chin ko'nglimdan umid qilaman. Xo'sh, qadrli do'stlar, rahmat. Yuqorida mayli bizning korxonchilarimiz bo'lsin va yoki san'atkorlarimiz bo'lsin va yoki bizni hayajonga selayotgan suyumli yetakchi ustozlarimiz bo'lsin, o'zlarining dil bayonlarini bizga yetkazdi. Endi bizning hayajonga cho'milib, mana shu sahnada navbatdagi qo'yilish oldida, ko'rinishga ilinish oldida turayotgan programmalarimizga hay-haylar to'laydigan usul zamolar silib, o'zimizning tantanlik ro'yimiz bilan partiya qurilganligining 100 yilligini oldin qutlaqlaydigan paytlarimiz yetib kelyapti. Qandoqda sahnamizga endi bizning suyumlik yosh cho'lponlarimizni navbati bilan taklif etishni to'g'ri topdim. Oldi bilan bizningki mana shu cho'lponlarimizning qatorida bizga ustoz bo'layotgan Ipak yo'li sadosi programmasida ham o'zining qomati bilan, tamkinligi bilan bizning hurmatimizga erishayotgan suyumlik san'atkorimiz Tosh Muhammad Botir apandimni ikki kalima tilak so'zi bilan Salam hörmətli rəhbərlər, salam barcha san'at uzluksiz tirishayotgan suyumli ustozlar, yaxshi inilarimiz, salam har soha kasbdagi korxonchilarimiz. Bugünkidek ahamiyatlik bir faoliyatda har qaysingizlar bilan didorlashib, intayin hayajonlanibman, intayin xushman. Oldi bilan hammanglarga o'tliq salom.
Şinjan Buğra Medeniyet Tarqıtış Çeklik Şirketi bilen Şinjan Tilek Meblag Silish Başquruş Şirketi birlikte uyuşturgan dereceden taşqiri tor televiziya universal sanat programımızın yolga qo'yilganligini men bundan sal burun anladım şu çağdala men bir hayajonga çömgen. Çünkü ijadiyatniki mana mush ijadiyat yo'lida izlanayotgan nurg'un yosh mana inilarimiz yaxshi tirishchan yoshlarimiz va har millat xalqidagi yaxshi ijodiyatlarni tashlaydigan bir sahna bo'shliqi kam edi. Mana bu bo'shliq bugun hal bo'ldi. Men ishonaman nurg'un yaxshi ijodiyatlar mana mush sahna orqali mana shu huzurlanğuvchilarga dal yetib borsa deb ishonaman. Shuningga sizlarning hamkorligingizga nihoyat go'zal tilaklarni tilayman. Rahmat. Nijat ma naqshning xabarini men tuyuqsiz o'g'ashqa sen ukam shu mikrofonni ilib birishga qilib tursam men tayyorligimni qilib agar Taş Mehmet Batur efendim 1954-yılı ili Qorğasda ziyali ailesinde dünyaya gelgen. O özünün 70 yıllık sanat hayatında rahmet Taş Mehmet kamığım tuyuqsuz uqtirishib qolg'ashqa tayyorlik bitmay turibdi. Balkim Kuychi bevosita taqtish kanalidagi bizning suyumli ko'rmalarimiz bizning bugungi programmamizdan jumladan bugungi faoliyatimizdan xabar tepib, hayajon eligida telefonlarga tikilib o'tirib bizning so'zlarimizga quloq solayotgan bo'lishi mumkin. Navbatda Taş Mehmet Batur ustozdan boshqa yana bizning sahnamizga yo'riq yulduzlarimiz arqa-arqadan mana shu sahnamizda javlan qilg'usi. Shunlashqa do'stlarimizning ekranni yo'tkib etmasligini shunaqlab bugungi bevosita taqtishimizni do'stlarcha bir orqali atrofdagilarga hambarlab qo'yishini so'raymiz. Rahmat sizlarga. Rahmat. Bo'ladi amsa barcha azizlarimizga ijodiy kuylardan ochliqni qadrlash temasi haqida yozilgan kuydan birini bugun barcha azizlarga taqdim etmoqchiman. Marhamat, huzurlar bo'lsin. Rahmat. Namratlamu az emes bu alemde hazır mı? Şunu yesun kadrige kusuğu tok yürgelde. Şunu yesun kadrige kusuğu tok yürgelde. Yaş dökmüsün ecrige Əfsuslanıb dixallı Tügülmüsün hər gizmi Əxlətlərə aşnalı Yaş dökmüsün əcirgə Əfsuslanıb dixallı Tügülmüsün hər gizmi Əxlətlərə aşnalı Yo'qlab bir kun namratli bizni dardga qo'ymisin o'ynag'alla shu sabab o'ylashuraq o'ynasin vujudimiz ko'nglimiz pushaymonga qolmasin
Tükülmüsün hergiz mi ahlatlarga aşnalar. Vücudumuz, kalbimiz puşaymonga kalmasın. Tükülmüsün hergiz mi ahlatlarga aşnalar. Ötken idik bir çağlar, tapalmasdın parçına. Kıynalatını calla, alalmasdın bir talda. Ötken idik bir çağlar, kıynalatını calla, alalmasdın bir talda. Bayaşat bu günlerim kadriga yet aynada. Tükülmüsün hergiz mi ahlatlarga aşnalar. Bayaşat bu küllarni qadriga yet aynada. Tükülmüsün hergiz mi ahlatlarga aşnalar. Tükülmüsün hergiz mi ahlatlarga aşnalar. Rahmat, rahmat, teşekkür, rahmat. Rahmat. Xo'ymi xursand bo'ldik. Rahmat. Tashmuhammad Batur apandimga bir olqish berib olsak, xush ovozingiz texmi yangroq bo'lsin, texmi nurli sahnalarda sizni ko'rishni orzu qilamiz. Navbatda endi yana o'xshashlam do'stlarimiz sahnada ko'rishni orzulayotgan, ham shundaqla bugungi faoliyatimizga alohida aziz mehmon bo'lib qadam tashrif qilgan Ipak yo'li sadasi programmasidagi qabul ustozlarning biri bo'lib shu sahna to'ridan o'rin olgan Mavlon apandimni sahnamizga alohida taklif etamiz. Qani Mavlon ustoz, sahnamizga marhamat. Bu yoqqa. Bugun ma'qul. Bizningki shunday bir odatimiz bor. Odatda biz do'stlarimizni, yaxshi ko'rgan kishilarimizni kaynidan maqtsak texmi qimmatli bo'ldi deymiz, lekin bizning bir odatimiz bor. Ya'ni bizning shu programma guruhimiz olsun yoki shirkatdagi do'stlarlarning oldida maqtaymiz deydigan. Mayli yaxshi ko'rsak, huzurlansak, undan faxrlansak, cho'qim oldida maqtash kerak deb. Albatta, Mavlon apandim to'g'risida so'z ichib maqtashga to'g'ri kelsa, uning kichik beyilligi, uning odimiyligi, ijodiyat yo'lida hardim taldim deb demay, izchil turda olg'a intilishi ham shundaqla yaqindan buyon ajoyib yaqinlik bizning dil tarimizda chekadigan ijodiy asarlari bilan bizning hurmatimizga erishishlari albatta bizning maqtashimizga arziydi. Qani biz maqtayotgan bu suyumli yetakchini sahnamizga taklif etamiz. Marhamat. Salam rahbarlar, ustozlar, san'atkorlar, korxonchi do'stlar. Kechqurunlar xayrli bo'lsin. Mushkat so'rinda sizlar bilan yüz ko'rishganimdan intayin xursandman. Shu yurak so'zimni shu munbarda turib so'zlab o'tay. Andan saniga tushib aytaman naqshini. Yaqindan buyon rayonimizda nurg'un shu nadir yaxshi to'r programmalari maydonga kelyotdi. Andan shu ijodiyat degan bir shu ig'ir nayt salmoqi bor, nayt muhim bir temada men hozirgacha mush temada bir tur programmasi yoki tilja programmasini men uchratmadimmi, lekin hozirgacha ko'rmadim. Mana bugun hammamiz mush ijodiyat sahnasi degan programmaning
qo'zg'atilishiga shahid bo'lib turibdimiz. Men oldi bilan mushu ijodiyatdan iborat mushundaq salmog'i ig'ir xalqan adam asonliqcha mundaq yurgizib bo'lishi natoyin bo'lgan mushundaq bir programmani mushu programma o'tkazishga eng salohiyatli bo'lgan Şinjan Buğra Medeniyet Tartış Çeklik Şirketi şundaqla Şinjan Tilek Meblag Sili Şirketining o'tkazmoqchi bo'lganiga intayin xushalman. Shularga hurmatimni bildirman. Anda shundaqla mush programmaga mush ijodiyatning har qaysi turlariga mush rayonimizdagi eng nupuzliq töhfisi eng cho'ng bo'lgan ham xalqimiz tarafdan to'liq e'tirof qilingan mushu san'atkorlarimizning yetakchi ustoz bo'lib tanlanganligidan bu programmaning cho'qim muvaffaqiyatli yaxshi chiqadiganligiga mening ishonchim komil. Bunu bir tabriklayman. Ondan kelib men shunday his qilib turibdiman, shu rayonimizning janub shimolida san'atning har qaysi turlarida mushundaq bir ijodiyat sahnasining bir o'tkazilishiga qanchalik tashna bo'lib ketgan, nurg'un ijodiyatchilarimizning qanchalik tashna bo'lib intizor bo'lib ketganligini meni ko'nglim tuyib turibdi. Mana mushu ijodiyat sahnasi endi maydonga chiqmoqchi ekan. Men mushu munosabat bilan shu ijodiyatchilarni mushu sahnamizga taklif etaman. Shundaqla mushundaq bir katta programmaning shular uchun bir fursat bo'lib yo'l qo'yilmoqchi bo'lganligi bilan shu ijodiyatchilarimizni tabriklayman. Ondan men mushu o'zimni bir ijodiyatchi bo'lish sifatim bilan chunki bu men shunday o'ylayman, ijodiyat degan san'at kasblarining ichidagi eng salmoqi ig'ir, eng tez, shundaqla eng ulug' bir kasb. Mana bugun mushu kasb uchun sahna yaratilibdi. Endi mening oxirgi bir og'iz deydiganim, men endi mushu Yipak yo'li sadasi programmasining bir yetakchisi bo'lish sifatim bilan mana bizning bugun bir qarindosh programmamiz maydonga kelibdi. Mushu Yipak yo'li sadasi programmasiga vakolatan bizning qarindosh programmamizning nihoyat qutuqliq, nihoyat yaxshi chiqishini chin dilimdan umid qilaman. Rahmat. Endi men munbardan ayrilib, sizlarni mushu tuvandagi bir naqshamga mushu usulga taklif qilaman. Tuvandagi naqshamning ismi Tushun usulga. Oldi bilan shu bizning mushu ijodiyat sahnasi programmamizning yetakchi ustozlaridan Muhammad Javro'z Said bilan kimlar desin, Nijat Vali Yoqublar bir boshlab pes qanday bo'lar? Buldu. Bir sınatısınlarını koyup degandek. Bana başla. Şu. Balanla. Neydi? Oldu mu? Düşmegenler sonra atayım ucuma. Çakkan torun oturup almay, sahne üçün köp nazlanmay. Yanı türün altığı yanmay, düşün usulga. Vay takınmay, köp oylanmay. Nakşimiznin köpken ola kanmay, nakşimiznin teyzigi kanmay, düşün usulga. Oturup alman ornunuzda esnep, Rısavıyla zekrep desep. Ulla çeçep, her yan kaçıp, gayet uğtap yılhıp takıp. Düşün usulga. Oturup alman ornunuzda esnep, Rısavıyla zekrep desep. Ulla çeçep, havuzluya. Çörüp baştaki gemne,
Unutup birden kaygı elemni Ganimet bilip muşu demni Tuşun suğa Taşlan birdem telefon degenni Oynap terge çömdürün bedenni Usul degen saqqıllar tenni Tuşun usulğa Oldurub alman ornunuzda esnep Qasavıyla zekrep dessep Bulla çeçip her yan kaçıp Gayet oqtap gülüp bakıp Tuşun usulğa Oldurub alman ornunuzda esnep Qasavıyla zekrep dessep Bulla çeçip her yan kaçıp Gayet oqtap gülüp bakıp Anca munca kaçtı yetip Tuşun usulğa mı Hop Oy çörüp başt gelemni Unutup birden kaygı elemni Ganimet bilip muşu demni Tuşun usulğa Taştan birden telefon degeni Oy terge çöndürün bedenni Usul degen saqqıllar tenni Tuşun usulğa Oldurub alman ornunuzda esnep Rasavıyla zekrep dessep Bulla çeçip her yan kaçıp Gayet oqtap gülüp bakıp Mana hoy Tuşun usulğa Oldurub alman ornunuzda esnep Rasavıyla zekrep dessep Bulla çeçip her yan kaçıp Gayet oqtap gülüp bakıp Onca munca kaçtı etep Tuşun usulğa Oldurub alman ornunuzda esnep Rasavıyla zekrep dessep Bulla çeçip her yan kaçıp Gayet oqtap gülüp bakıp Onca munca kaçtı etep Tuşun usulğa Rahmet sizlerge. Mehmet akamның puti çir çeqirap ketdi lekin faqat demegan bilan lekin shunda xo'sh oldik. Rahmat bizning usulchilarimizga ondan boshqa bizga yiqimliq naqshlarni elib kelgan Mevlan muallimga minnatdorligimizni bildiramiz. Rahmat. Ondan boshqa chavaq chap o'ltirib bergan mehmonlarimizga minnatdorligimizni bildiramiz. Albatta bizning bugungi yig'ilishimizga yana shunday bir yaxshi do'stim alayda qadam tashrif qildi. U yillardan buyon o'zining yaxshi ijodiyatlari bilan, yaxshi yiqimliq kuylari bilan bizning e'tirof qilishimizga, yaxshi ko'rishimizga muyassar bo'lyapti. Xush ovozi bilan o'zining ijodiy asarlarini ajoyib chiroyli ritmda o'rinlab, bizning ham e'tirof qilishimizga yoqtirishimizga muyassar bo'lyapti. Nurg'ulg'on anglag'uvchilarning qalbiga izilib kelyapti. U bugun faoliyatimizga oid qimmatli kishilarni tashlab qadam tashrif qilibdi. Shunlashqa menish oldida tutib olib, bir naqsh etib paskan degan iltimos bilan sahnamizni taklif etmoqchi. U bo'lsa-mu, do'stimiz Kerimjon Muhammadali. Qani sahnamizga marhamat. Chavaq, chavaq, chavaq. Demek, ekranın aldidagi kuychi bevosita taqtish kanali orqali bizning bugungi naq maydon bevosita taqtishimizni ko'rayotgan aziz do'stlar. Hozir sizlar ko'rayotgandek, bizning bugungi ijodiyat sahnasi programmamizning axborot e'lon qilish yig'inida biz programma to'g'risida, shundaqla programmadagi ideyalar to'g'risida o'zimizning ko'z qarashlarimizni nihoyatda rahat yo'sinda sizlar bilan ham bahrilangandan boshqa bizning bugungi sahnamizga, bugungi yig'ilishimizga san'atimizni canlandırıvatqan şundaqla yeni kuş, yeni mağdur buluvatqan bizden nurgun yaş, talantlı naqşçılarımız, sanatkarlarımız alayda qadam tashrif qildi. Dostlarımızdan bugünkü bevosita taqtishni ham barlab qo'yishini so'raymiz. Endi navbatda yana bir qatim chavaqlar bilan sahnamizga Kerimjonni taklif etamiz. Marhamat, chavaq. Salam hurmatli ustozlar, akalar, korxonchi do'stlar. Mana hammalarning vaqtinglar xayrlik bo'lsin. Mana bugün Muxtar Buğra akımızdan başlığıda, yani şunun bilen Buğra Medeniyet Tarqıtçılık şirketi ve Şinjan Tilak Meblag Silish Başqaruv şirketi birlikte uyuşturgan dereceden taşqiri ijadiyat sahnesi programmasınınki teşviqat sorunda oturuptuk. Amimiz nayet hoş bulduk çünkü bu ustazlarımızdan
biz uchun ochgan har xil go'zal yo'llar bilan go'zal kelgusimizga qarab mengyapmiz. Bu sahnamizda nihoyatda katta ustozlar, shu kasbda hammamiz hurmat qilganlarimiz, yaxshi ko'rgan kishilar bizga yo'l ko'rsatib, texmi katta bir san'at numurlarimizning, asarlarimizning ro'yobga chiqilishiga bosh bo'lish qilsa, unda bo'lsa, shu hayajonli minutlarda boya biz deyishgandek ulug' vatanimizning partiyamizning qurilganligining 100 yilligiga atab qilgan bu programmamizning yaxshi bo'lishi uchun, hamma ishlarning aman bo'lishi uchun men shu bugungi so'rinda davomli Mavlankamning kayniga ulab sho'x naqsha aytsam, aman bo'lsin temizlik naqsha, aman aman amonay, hammanglar aman bo'laylar. Marhamat. Agar kerak bo'lsa bir maydon usul uchishsa, pek yaxshi bo'ladi. Rahmat. Kışı kara idi aman ey aman ey, yürek azar idi aman ey aman ey. Yarının kışı kara idi aman ey aman ey, yürek azar idi aman ey aman ey. Yar yüzünü görmesem aman ey aman ey, tünde uyku yok idi aman ey aman ey, yar derdiniz yaman ey aman ey aman ey, kara kuti yaman ey. Yüreğimde o kızga itmegan gaplerim var, söygüm bayan kılalmay külerge katkınım var. Yüreğimde o kızga itmegan gaplerim var, söygüm bayan kılalmay külerge katkınım var. İlaç kança bilmedim, yarga derdim etmedim. Aman ey aman ey, yar derdiniz yaman ey aman ey aman ey, kara kuti yaman ey. Yarım yalgan etmesin, mendil yirak ketmesin, ay yüzünü uçurup dilim veyran etmesin. Endi yalgız ötmesmen, yardan yirak ketmesmen, vapa bilen gül bilen yar ko'nglini alarman. Aman ey aman ey, yar derdiniz yaman ey aman ey aman ey, kara kuti yaman ey. Aman aman ey, yar derdiniz yaman ey. Aman 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 ey, kara kuti yaman ey. Aman ey aman ey, yar derdimiz yaman ey aman ey aman ey, şkutimiz yaman ey aman ey aman ey, yar derdimiz yaman ey aman ey aman ey, kuyup derdi yaman ey. Rahmat.
yaxshi do'stim, xush ovoz naqshchimiz, shundoqla natijalik ijodiyatchi Keramjon Muhammadliga minnatdorligimizni bildiramiz. Chavaqlarimiz bilan yana bir qatim o'tirishga taklif etib olsak rahmat. Qadrli do'stlar, naq maydondagi aziz mehmonlar, shundoqla tashviqotga ko'ngil bo'layotgan korxonachilar balkim bugungi bevosita ko'z tutishimizdan qanchalik bo'layotganligiga diqqatinglarni og'dirayotgan bo'lishinglar mumkin. Shaxsan Kuychi bevosita taqtish kanalida bizning bugungi faoliyatimizning umumiy quyilish soni 300 mingdan oshibdi. Mushu sonning o'zimi bizni hayajonga soladi. Hattoki biz mundaqla taqtib qo'yaylik degan Quay Show bevosita taqtish kanalida hozirning o'zi naq maydonda ko'rayotganlarning o'zi, ya'ni yangi ichilgan bir torbat adresining o'zida 30 mingdan ortiq odam hozirning o'zida biz bilan bir vaqtda bugungi faoliyatimizni ko'ryapti. Demak, har qaysi taratqularda bizning bugungi faoliyatimizning jumladan ijodiyat sahnasining dag'dug'isi intayin tantanlik bo'lyapti. Bizning korxonchilarimizningmi kelishimlik simolari ekranlar orqali do'stlarimizning ko'z oldida zohir bo'lyapti. Biz buningdan keyingi paytlarda har vaqt korxonchilarimizning biz bilan birlikda, jumladan ijodiyat sahnasida biz bilan qo'ni-qo'lga tutib, mo'rni mo'riga tirab, hurra deb marsh to'lab alg'a yurish qilishini chin ko'nglimizdan umid qilamiz. Barliq korxonchilarimizning ishlariga ham omad tilaymiz. Endi navbatda mana shuningdek shodimon hissiyotimizga ergashtirib yana bir faxrli do'stimni bu sahnaga taklif etmoqchi. U ham uzun yillik o'zining naqsh kasbidagi natijalari bilan alga tunilib, jumladan Ipak Guli sadosi programmasidagi qiyoqas natijasi bilan hammamizning qoyiligi va moyilligiga erishgan xush ovoz naqshchimiz Komiljon Jilil. Qinodoqda Komiljonni sahnamizga taklif etamiz. Marhamat. Komiljon Jilil albatta u san'at yurti Muqam ansambliniki xush ovoz san'atkori naqshchisi. Ham shundoqla izchil turda Shinjang Bug'ra madaniyat taqti cheklik sheriktining turli televiziya programmalarida, turli san'at festivallarida o'zining xush ovozini yangirtib, jumladan yaqinda o'zining Ipak Yo'l sadosidagi sados programmasidagi yangi naqshisi bilan ko'rilish nisbati jihati ustunlikka ega bo'lgan bizning olqishliq naqshchimiz Qinodoqda Komiljonning tayyorligi bitgan bo'lsa, sahnamizga marhamat. Salam, muhtaram rahbarlar, muhtaram ustozlar, kasbdosh do'stlar, korxonchi ustozlar, shundoq naq maydonda bizning bu yoz taqchimizni ko'rayotgan barliq tomoshabinlarga o'tib salomlar bo'lsin. Ustozlar bilan birlikda mush sahnaga chiqib, ikki qiz gap qilib, sizlarga xizmat qilish prosta girishganligimizga intayin xursandmiz. Aboyingiz ustozlar, kasbdoshlar, korxonchilar deb o'tdi. Cho'ng sahna, ijodiyat sahnasi iborat bir sahnaning borliqqa kelganligini anglab intayin xush bo'ldik. Jumladan mushahid kasbdosh birodarlar, do'stlar nurg'un maslahatlarni qilib, bizim bu sahnaga qatnashib ijodiyat jihatdan alga to'lgan xalq xizmat qilayotgan ustozlarning ya'ni bilimimizni cho'nqur ilishni to'g'ri topdik. Biz davomli shuning mana mayr ulab qatnashishni maslahatlashdik. Mana bugundan boshlab hamda kayfiyatlar ulashsin. Ajab sho'xnaqsh aytib yurgan deb qamalma ideyaning va teshib turayotgan nurg'un bolalar va ustoynimonlik bizda bu arz yezib bo'ldi aboyingiz. Biz nurg'un deyishgan sho'ngmish Abdumid liderni o'tirib elib, xohlagan do'stlar bir mayda usulga tushishimiz kerak. Marhamat. Ateşlik uğalla birlikte. Azırak içpirimiz ha. Mana. Çavak çalımız oyunu mıqallan. Akakka yeşil tuğan buyutta senin yupan. Akakka yeşil tuğan buyutta benim yupan. Yar yadımga yetkende kelmeydi benim uykan. Yar yadımga yetkende kelmeydi benim uykan. Hop 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 hop. Şöyle de oynayalım ha. Ağzenge tuha çıktı, takdise tuha çıktı. Ağzenge tuha çıktı, takdise tuha çıktı. Bir görüşüm bile naminin gözüm sana çıktı.
Gençlik yadiyen zadi ayrılmaz. Gençlik yadiyen zadi ayrılmaz. Hop hop he. Hey hop. Haçınay bulgay ayağının misali, yanın misali. Cemalın niye görsem ben yala. Cemalın niye görsem ben yala. Aha aha. Aha. Hop hop ha şa. Aha hey. Bu melengden bu melenge bu melenge har yolla kiziyep küreği dep geldi. Har yolla kiziyep küreği dep geldi. Meyliyen var mı? Meyliyen yok mu? Meyliyen yok mu? Üsküzem kürüp bilay dep geldi. Üsküzem kürüp bilay dep geldim. Bilay dep geldim. Rahmet. Rahmet. Hoymu xursand bo'ldik. Do'stimiz Kamiljon Jalilga minnatdorligimizni bildiramiz. Endi sahnimizga o'xshashlam suyimlik mehmonlarimizni qator taklif etamiz. U bo'lsa-mu o'zlarining tetimliq naqshlari bilan shundoqla do'stlik rishti bilan bir guruh tashkillab, shu guruhdagi o'zining jazbidor qomati shundoqla yiqimliq naqshlari bilan bizningki e'tirof qilishimizga, yoqtirishimizga muyassar bo'layotgan Davom guruhisidagi birodarlarimizni sahnimizga taklif etamiz. Qani, sahnimizga marhamat. Salom, hurmatli ustozlar. Bugünkidek mushu katta faoliyatda sizlar bilan yuz ko'rishganligimizdan to'liq xursand bo'ldik. Mishaga daxil qilganlarga chin ko'nglimizdan Davom guruhi nomidan rahmatimizni bildiramiz. Rahmat sizlarga. İcadiyat sahnasi bu programmani anglab biz nihoyat xush bo'ldik. Abay Kamil akam degandek biz rost maslahatlashdik. Jumladan biz Davom guruhi nomidan bir ijodiyat, Üzem nomidan bir ijodiyat, Farhad G'ani nomidan bir ijodiyat, Abdusami nomidan bir ijodiyat. Kuchimizning yetishicha 4 ijodiyatni ustozlarga sunmoqchi, ustozlarning bizni qarshi elishini chin ko'nglimizdan tuvanchilik bilan so'raymiz. Mushu ben azroq ko'ngilsizim deysam, mushu bizniki Davom guruhimiz ayni vaqtda birinchi qaror Ipak yo'li sadasi programmasiga qatnashib, mayli shu vaqt qatnashgan vaqtimizdan shu vaqtning o'zida bo'lsin yoki uningdan keyingi shu san'at hayotimizda izchil ijodiyatni asos qilib o'z ko'nglimizda shu barcha xalq omillariga o'zimizdagi ijodiy naqshlarni sunish orqali mana ozg'in ekan o'zimizdagi natijalarimizni mana ustozlarimizning oldida namoyanda qilishga shunda katta bir fursatlar bo'ldi. Men shu munosabat bilan yana shu ko'nglida ijodiy asarlarni sunmoqchi bo'lgan barcha mayirlarning dadillik bilan sahnaga qo'rqmay chiqishini chin ko'nglimda umid qilaman. Rahmat. Ey rahmat. Ondan sonra men bu ikki yurak so'zimni sizlarga taqdim etsam. Salom ustozlar, karxonchilar, Didar G'animat
mush sekinde mush ustozlar bilan barcha korxonachilar bilan oddiygina xizmat qilayotganimizdan intayin xursandmiz. İcadiyat sekinsi barcha yaxshi ijodiyatlarni sakniga olib chiqolmayotgan barcha talantlilarning nihoyat yaxshi o'g'isi, nihoyat yaxshi o'g'isi. Davom gruppasimi bizmi? Davom gruppasimi eng yaxshi ijodiyatlarini cho'qim shu sakinda sizlarga namoyon qilmoqchimiz. Rahmat. Növbətdə ustazlarımız kuylangan özümüzün addiygin icadiyatlardan bo'lgan san'atkorlar temsilgi naqshimizni sizlarning huzuringizga sunamiz. San'at uchun kuyuvatkan yürekler, yüreğde tümen arzu tilekler. Ular bizge aziz hemde kirekler. Sanatkarlar aziz sile azizler. Ular bizge aziz hemde kirekler. Sanatkarlar azizler, azizler. Sanatkarlar, güzel hayat, hoşanlığa medetkarlar. Sanatkarlar, güzel hayat, hoşanlığa medetkarlar. İnaqlıqni kuyliganlar, san'atkorlar azizlar, azizlar. Muhabbatni, inaqlıqni kuyliganlar, san'atkorlar azizlar, azizlar. Barlığını atıgan sanatkarlar azizler, azizler. Sanat üçün barlığını atıgan sanatkarlar azizler, azizler. Sanatkarlar güzel hayat, hoşanlığa medetkarlar. Sanatkarlar, güzel hayat, hoşanlığa medetkarlar. Güzel hayat, medetkarlar.
Vay. Rahmat. Davam grupsidagi bizning xush ovoz kuychilarimizga minnatdorligimizni bildiramiz. Sizlarning ham bugun axborot e'lon qilish yig'inimizga aziz mehmon bo'lib kelganinglarga ham shundoqla ijodiyat sahnasiga mohir bo'lib qatnashishni to'g'ri topganliginglarga minnatdorligimizni bildiramiz. Sizlarning dodillik bilan qatnashishinglar bilan balkim ekran oldidagi nurg'un do'stlarimizning o'ziga bo'lgan ishonchi ish berishi mumkin. Har millat ko'rmanlarimiz sizlarni ko'rgandan keyin undaqda men o'zimni bir sinab boqaychi deydigan tanlashni to'g'ri tepishi mumkin. Sizlarga ham omad tilaymiz. Ishlaringiz yaxshi bo'lsin. Xo'sh, qadrli do'stlar, bugungi yig'ilishimiz ajoyib go'zal kayfiyatda davom etyapti. Albatta biz bugungi faoliyatimizning muqaddimasini ko'tarangi kayfiyatda boshlaganga o'xshash, xotimasini ham oyoqlashtirishnimi cho'qim nihoyat shodmon kayfiyatda oyoqlashtirsak, andin biz haqiqiy bir qimmatni yaratgan bo'lamiz. Navbatda bizni ana shuningdek bir shodmon kayfiyatlarga ega qila oladigan naqshimizni sahnamizga taklif etmoqchi. U bo'lsa-mu, texnik yaqindalam o'ziniki naqshlari bilan qayta bir qitim ko'rilish nisbatini yaratib, bizning yana bir qitim yoqtirishimizga muyassar bo'lgan yillardan buyon izchil turda xalq naqshlarini voyaga yetkazib o'rlab, bizning yoqtirishimizga muyassar bo'layotgan xush ovoz naqshchimiz Ro'za Azizi. Qani, sahnamizga marhamat. Xo'sh, naq maydondagi ustozlar, ekran oldidagi aziz ko'rmanlar, sizlar ko'rayotgandek bizning bugungi Şinjan Bug'ra madaniyat taqitish cheklik shirkati bilan Şinjan Tilak mablag' silish boshqarish shirkati birlikda uyushtirgan darajadan tashqari to'rt televiziya universal san'at programmasi ijodiyat sahnasining axborot e'lon qilish murosimi bizni qo'llayotgan korxonachilarning, shunaqla bizga kuch mag'dur bo'layotgan xush ovoz san'atkorlarning biz bilan birlikda hamdastixon bo'lishi bilan ajoyib yaxshi kayfiyatda davom etyapti. Faoliyatimizdagi oxirlashqani yo'q. Navbatda sahnamizga hammamiz yaxshi ko'radigan naqshlarimizni taklif etyapmiz. Shunlashqa ekran oldidagi aziz do'stlarimizning to'r dunyosi orqali bugungi xush xabarlarimizni atrofdagilarga ham baharlab qo'yishini, texnimi ko'p do'stlarimizning, har millat ko'rmanlarimizning ijodiyat sahnasiga dodillik bilan tizimga oldirishini iltimos qilamiz. Biz ijodiyat sahnasida sizlarni kutamiz. Qandoqda Ro'za Azizi sahnamizga marhamat. Merhaba, qalb to'rimizdagi ustozlar, san'atkorlar, korxonachi azizlar, apandilar, xonimlar, hammanglarning mush vaqt xayrli bo'lsin. Mendan azizlarga salomlar bo'lsin. Unda bo'lsa, ustozlar, san'atkorlar nihoyat yaxshi paranglarni qildi. Bugun ijodiyat sahnasi programmasi yo'l qo'yilgan tunji kun axborot e'lon qilish yig'ini o'tdi. Nihoyat xursand bo'ldim. Men mushu programmaning xalqqa yoqqan, olqishliq program bo'lishiga chin ko'nglimdan tilakdoshman. Qoldi gapni barcha azizlarga navbatdagi chiroyli degan naqsham bilan sunsam deyman. Mushu barcha korxonachilar bilamdi, san'atkorlar bilamdi. Hammamiz bir maydon ma'noli bir usul o'ynaymiz. Sizlar uchun. Marhamat.
Özgürüm humalık Çin söygüge lıkmılık Vazgeçmeymen senindin Çıraylıgım çıraylık Vay geçmeymen seninden Çıraylığım çıraylık Çıraylık gülüm Gülüm şekerim Çıraylık gülüm Gülüm şekerim Oturumda yada Bağrım ciğerim Oturumda yada Bağrım ciğerim Oturumda yada Bağrım ciğerim Bağrım ciğerim Hey, rahmet, rahmet, rahmet. Köpten köp rahmat. Bizga ajoyib shodiyona tuyg'ularni baxsh etgan do'stimizga minnatdorligimizni bildiramiz. Ro'za Aziz, köpten köp minnatdormiz. Xo'sh, naq maydondagi aziz mehmonlar, ekran oldidagi suyimli ko'rmanlar. Inoq Şinjangda baxtiyor davronimizda yuraklarimiz mehr muhabbatga va xotirjamlik tuyg'usiga liq tuyunganligi uchun bizning ijodiy asarlarimiz uzilib qolmay bir-biridan sarxil davom etmoqda. Biz ana shu ijodiy asarlarni ijodiyat sahnasida sizlar bilan o'rtoqlashishni to'g'ri topdik. Qani, ijodiyat sahnamizga qadam tashrif qiling. Siz bizning aqlimizdan, bizning yoshligimizdan, bizning jushqunligimizdan ilhom iling. Biz bilan o'zingizning katta natijalaringizni ham bahrlaning. Biz sizdan iftixorlanayli, zo'xlanayli. Har vaqt siz uchun alq sadolar yangirtayli. Qadrli do'stlar, garchi bizning bugungi axborot e'lon qilish yig'inimiz vaqt e'tibori bilan mushada oxirlashgan bo'lsa-mu, biroq ijodiyat sahnasiga tutashgan yo'l hargiz uzilib qolmaydi. Ijodiyat sahnasidagi xush xabarlar har vaqt bizni hayajonga silib turdi. Barliq korxonchilarimizning, san'atkorlarimizning, shundaqla aziz do'stlarimizning, qimmatlik, takliflik mehmonlarimizning alohida qadam tashrif qilganligiga minnatdorligimizni bildiramiz. Pat arda ijodiyat sahnasida ko'rishayli. Ko'rishgacha omon bo'linglar. Xayr xo'sh. Oxirgi paytlarda Ideya şirketidagi barliq xizmatchi xodimlarni bugungi aziz mehmonlar bilan xatir surat tushirishga sahnamizda taklif etamiz. Qani, marhamat, chavak.